Bu SIS-50 kursi foydalanuvchi interfeysi brauzer yoki mobil qurilma bo'ladigan veb dasturlash bilan tanishtirilmoqda. Biz internet asoslarini, ya'ni tarmoqning ishlash tamoyillarini, HTML gipermatli belgilash tili va uning tuzilishini, CSS kaskadli uslublar jadvali haqida batafsil ma'lumotlarni hamda ushbu muhim tushunchalarni avtomatlashtirish uchun dasturlash elementlarini chuqur o'rganamiz. Keling, vebning asosi bo'lgan internet bilan boshlaymiz. Internet ma'lumotlarni nuqtalar orasida uzatish uchun quvur tizimi vazifasini bajaradi. Bugungi kunda dunyoda ko'plab kompyuterlar mavjud. Kompyuterlar jismoniy yoki simsiz ulanib, simlar orqali bog'lanib, virtual tarzda bir-biriga ulangan holda bir-biri bilan aloqa qila oladigan internet ulangan kompyuterlar to'plami internet tarmog'ini hosil qiladi. Hozir biz buni oddiy hol deb bilsak-da, elektron aloqa har doim ham mavjud bo'lmagan. Dastlab internetda ulanish nuqtalari kam edi. Internet avlodi bo'lgan ARPANET 1969-yilda AKOShning bir necha joylarini, asosan g'arbiy sohil universitetlarini o'zaro tarmoqlar orqali bog'lab, ilk marotaba butunjahon internet tarmog'idan oldin elektron pochtani amalga oshirish imkonini berdi. Garvard kabi universitetlar tarmog'iga ulandi va bu sharqiy va g'arbiy sohillar o'rtasida elektron pochta orqali aloqa qilish imkonini berdi. Ma'lumotlarni g'arbiy qirg'oqdan sharqiy qirg'oqqa va butun dunyo bo'ylab uzatish uchun bir nechta serverlar kerak edi. Ma'lumotlarni yo'naltirish kerak edi. Shuning uchun bizning birinchi atamamiz routerlar bo'riladi. Routerlar nuqtalar orasida ma'lumotlarni yo'naltiradigan kompyuterlardir. Serverlar notebook va telefonlardan farq qiladi. Serverlar bu turli shakllarga ega bo'lingan. Ma'lumotlar markazlarida joylashgan kompyuterlar bo'lib, bu markazlar ko'plab kompyuterlar saqlanadigan omborxonalardir. Kompyuterlar bir-biri bilan omborxonalar va ma'lumotlar markazlari bo'ylab kabellar orqali bog'lanadi. Xuddi ekrandagi nuqtalar kabi. Serverlardagi dasturiy ta'minot turli manzillar o'rtasida ma'lumotlarni yo'naltirishni ta'minlaydi. Qurilmalar elektron xatlar yoki veb sahifalar kabi ma'lumotlarni qabul qilganda, bu ma'lumotlarni to'g'ri yo'nalishda yuborish yo'lini aniqlash uchun dasturiy ta'minotdan foydalanadi. Vizualizatsiya o'qituvchi yordamchilarining Zoomdan foydalanishini ko'rsatadi. Phyllis ismli o'qituvchi yordamchisi Brian deb nomlangan boshqa o'qituvchi yordamchisiga elektron xat yubormoqchi bo'lsa, Phyllis bu xabarni virtual konvertga soladi. U konvertni o'ziga eng yaqin routerga uzatadi va bu konvert yuqoriga, pastga, chapga nuqtasidan, ya'ni Phyllisdan B nuqtasiga, ya'ni Brianga yetib borish uchun ma'lum bir yo'nalishda harakat qiladi. Keling qarab ko'ramiz. Jamoasiga, ayniqsa ularning ajoyib va mohir dasturchilariga Phyllisdan to'g'ridan-to'g'ri Briangacha bo'lgan barcha muhim ma'lumotlarni yuqoridan pastga va chapdan o'ngga qarab harakatlanishini aniq va tushunarli tarzda vizual ko'rsatib bergani uchun samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Bu tasviriy namoyish orqali biz ma'lumotlar oqimining barcha bosqichlarini va ularning bir-biri bilan qanday bog'langanligini yaxshiroq tushunib oldik. Ushbu murakkab jarayonni oddiy va qiziqarli tarzda tushuntirish uchun sarflangan mehnat va vaqt uchun chuqur rahmat. Routerlar qanday qaror qabul qilishdi? Routerlar manbadan manziligacha yo'llarni aniqlash uchun TCP/IP protokoli orqali aloqa qiladi. Amalda bu jarayon dasturiy ta'minot orqali dinamik tarzda amalga oshiriladi. Biz ko'p mashq qildik, ammo haqiqiy dunyoda barcha yo'nalishlar avtomatik aniqlanadi. TCP va IP bu ikki alohida protokol bo'lib, har biri o'z vazifasini bajaradi. Keling, hozir biz birgalikda IP tarmog'iga asosiy e'tibor qaratamiz. Odamlar
ni kompyuter ishlatmasa ham IP manzillardan juda yaxshi bilishadi. IP yoki internet protokol bu kompyuterlar bir-biri bilan ma'lumot almashish uchun foydalanadigan til sifatida xuddi insonlar muloqotidagi kelishuvlar kabi aloqa protokolidir. Kimnidir qo'l uzatib salomlashganda aksariyat odamlar qayerdan ekanligiga qarab beixtiyor o'z qo'llarini uzatib qo'l siqishish protokolini bajarishadi. TCP va IP bu biz gapirayotgan til emas, balki aloqa kelishuvlar to'plamidir. IP internet serverlarga manzil berib, butun dunyo bo'ylab kompyuterlarni boshqaradi. Bu nimani anglatadi? Internetga ulangan har bir kompyuter aslida butun dunyodagi barcha qurilmalar quyidagi formatdagi noyob va oddiy IP manzilga ega raqam nuqta raqam nuqta raqam nuqta raqam. IP manzilida har bir qiymat dan 255 gacha bo'lgan sonlar oralig'ida bo'ladi va bu raqamlarni o'ylab ko'rsangiz tanish tuyulishi mumkin. Manzil jami 4 ta qiymatdan iborat bo'lib, ular maxsus belgilar bilan ajratiladi. Dan 255 gacha sonlarni sanash uchun 8 bit yoki 1 bayt kerak bo'lib, IP manzilni ifodalash uchun ishlatilgan ushbu belgilar 32 bit yoki jami 4 baytni tashkil qiladi. Matematik hisob-kitobga ko'ra, ayniqsa manfiy raqamlarni hisobga olishimiz shart bo'lmagani bois, internet tarmog'ida IPP manzillar soni faqat 4 milliardni tashkil qilishi mumkin. Chunki 2 ning 32 darajasi 4 milliard qurilmani antadi va bu holat internetdagi qurilmalar sonini cheklaydi. Dunyoda ko'plab insonlar mavjud bo'lib, ular notebook, kompyuter, server va OAuth qurilmalari kabi turli xil jihozlardan foydalanadilar. IP versiya 4 formati bugungi kunda dunyoda keng qo'llaniladigan texnik format bo'lib, IP versiya 6 bilan almashtirilmoqda. Buni yirik kompaniyalar va internet provayderlari yangi va yaxshilangan format sifatida tez sur'atlarda qabul qilmoqda. Ko'pchilik kompyuterlar hali ham IPv4 formatidan foydalanadi. Bu mavzuga e'tibor bering, chunki u real hayotda ko'p uchraydi. Bu qanday ishlaydi? Bu juda ham murakkab va sirli ko'rinadigan diagramma aniq IP protokoli qanday ishlashini to'liq ravishda tasvirlaydi. IP protokoli internet orqali xabarlarni yuborishda manba va belgilangan manzillarni bitlar yordamida yozishni, shuningdek qo'shimcha ma'lumot bitlarini ham talab qiladi. Bu aslida AST san'atiga o'xshash bo'lib, internetning asosiy protokoli bo'lgan IP qanday ishlashi kerakligini belgilaydigan spetsifikatsiya yoki RAFS (Request for Comments) hujjatidan olingan diagrammadir. Ushbu diagramma shuni ko'rsatadiki, internet orqali xabar yubormoqchi bo'lganingizda avvalortga manzilni yozishingiz kerak. Bundan tashqari, konvertga yuboruvchining manzilini ham yozishingiz zarur. Albatta, bu jarayon jismoniy konvertda emas, balki manba IP manzili va belgilangan IP manzilini ko'rsatuvchi bitlar ketma-ketligi orqali amalga oshiriladi. Internetda ma'lumot uzatishda manba va belgilangan manzillardan tashqari boshqa ko'plab bitlardan ham foydalaniladi. Bu konvertning tashqi tomonida yoziladi. Bu nimani anglatadi? Faraz qiling, fillis muhokama uchun aytaylik, A nuqtadan BP nuqtaga virtual konvertni Brianga yubormoqda. Aytaylik, muhokama uchun Brianning IP manzili xuddi 1234 raqamiga o'xshash. Shunday qilib, majoziy ma'noda fillis yoki aniqrog'i fillisning kompyuteri xuddi haqiqiy dunyoda inson maktub yo'layotgan qilganidek konvertgan datasiga IP manzilini yozadi. Chunki shunda Brian unga yangi ma'lumot bilan javob qaytarishi yoki hech bo'lmaganda xuddi shu konvertni qabul qilganini tasdiqlashi mumkin. U o'zining IP manzili 5678 yuqori chap, burchakka va boshqa hech qayerga yozishga qaror qildi. Albatta, bu raqamlar IP manzillar bo'lishi mumkin, chunki ular nuqtalar bilan ajratilgan qiymatlar formatiga mos keladi. Fillis konvertni routerga yuborgan paytda u 1234 manzilini o'qiydi va uni Brianning joylashuviga yaqinroq bo'lgan boshqa routerga yo'naltiradi. Router Brian bilan jismonan yonma-yon bo'lmasligi mumkin, ammo u IP manzilni ko'rib,
konvertni to'g'ri yo'nalishda keyingi routerga uzatadi va shu tariqa oxir oqibat manzilga yetkazib beradi. Yo'naltirish jarayonida serverlar konvertlarni bir-biriga uzatadilar va ularni belgilangan manzilga tomon siljitadilar. Bu haqiqiy dunyodagi to'g'ri chiziqli yo'ldan farq qiladi. Phyllis konvertni Brianga diagonal tarzda uzatmadi. Ma'lumotlar eng qisqa yo'ldan yuqoriga va pastga bormasa ham, routerlar odatda ma'lumotlarni eng tez yo'llar orqali yo'naltiradi. Ma'lumot paketlari server tezligi, yuklanishi, sozlamalari va narx omillariga qarab geografik jihatdan turli masofalar orqali uzun yo'llardan ham o'tishi mumkin. Dunyoda ko'plab internet provayderlari mavjud, masalan, Ecosys'da Comcast va Verizon kabilar. Provayderlar boshqa tarmoqlardagi yo'naltirish to'lovlaridan qochish uchun ma'lumotlarni o'z tarmoqlarida saqlashni afzal ko'radilar. Nuqtalar orasidagi ma'lumotlar uzatishi odatda turli xil muhim komponentlarni hisobga olgan holda 30 ta routerdan kam sakrashni o'z ichiga oladi. Chunki ko'proq sakrashlar marshrutlash halqasiga ishora qilishi mumkin. Konvert ichida ma'lumot sifatida bitlar naqshi mavjud. Phyllis konvertga 0 va 1lar naqshini ma'lum bir sxema bo'yicha qayta chiroyli qilib yozadi. Yashirin xat esa Brian uchun ichkarida turadi. Bu nima bo'lishi mumkin? Internetda ko'plab mushuklar bor. Masalan, mana bu baxtli mushuk surati. Agar bu rasm video bo'lganda, fayl hajmi va baytlar soni ancha katta bo'lardi. Kompyuterlar internetda ma'lumotlarni yuborishda axborotni bo'laklarga ajratadi. Kompyuter ma'lumotlarni xuddi katta mushukni konvertga joylashtirishga o'xshab, kichik bo'laklarga bo'lib, har bir bo'lakni alohida konvertlarga joylashtiradi. Bunda Phyllis har bir konvertga bir xil manzil ma'lumotlarini yozish kerak bo'ladi. Chunki to'g'ri yo'l hisoblanadi. U konvertning o'rtasiga 1234 raqamini va yuqori qismiga 5678 raqamini ehtiyotkorlik bilan joylashtirardi. Chunki bu xat ham Brianning IP manzilini aniq ko'rsatish uchun mo'ljallangan edi. Ma'lumotlarni bo'laklarga bo'lishda konvert faqat belgilangan manzilni emas, balki boshqa ma'lumotlarni ham ko'rsatishi kerak. Buyumlar qanday qilib turli tartibda keladi? Phyllis turli konvertlarni bir nechta odamlarga berishi mumkin. Ular Brianga yetib borsa bo'lgani. Ma'lumotlarni qayta yig'ish va yuborilgan konvertlar umumiy sonini oxir oqibat aniq bilish uchun manzilga ko'proq ma'lumot kerak bo'ladi. Buni qanday amalga oshirishimiz mumkin? Keling, ma'lumotlarni yetkazib berishni kafolatlash uchun yana bir protokolni joriy qilaylik. TCP/IP protokolidan alohida protokol bo'lib, TCP ma'lum muammolarni hal qiladi va odatda bir nafasda aytiladi. Bu muhim tizim tarmoq aloqasini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan asosiy protokollardan biridir. TCP yuborilgan paketlar sonining aniq va to'g'ri tasdiqlanishini ta'minlaydi. Masalan, xuddi konvertlar miqdorini ham hisoblash kabi ishonchli tarzda bajaradi. Konvertda biz manba, manziliy va muhim eslatma sifatida xat maydonida 4 dan birini aniq belgilab yozamiz albatta. Siz konvertda 4 dan 2sini yozishingiz mumkin va haqiqiy dunyoda biz buni kam ishlatamiz. Shunda Brian bu ikkinchi konvert ekanligini ko'radi. Men buni 3 va 4 raqamlari uchun davom ettirishim mumkin. Bu Brianga barcha qismlarni qabul qilganini tasdiqlash imkonini beradi. U mushuk uchun to'liq bo'lmagan tasvirdan qochish maqsadida yetishmayotgan qismlarni aniqlashi mumkin. TCP protokoli virtual konvertlarning ketma-ketlik raqamlarini kuzatib borish orqali
yetib bormagan paketlarni aniqlash va Fillis uchun qo'shimcha protokol yordamida Brianga barcha maxsus paketlarni yetkazib berishni kafolatlaydi. U tasdiqlashi mumkin. Rahmat, to'rtala qismni ham oldim. TCP turli internet funksiyalarini boshqarish orqali yana bir muammoni hal qiladi. Bizda elektron pochta va butunjahon internet tarmog'i mavjud. Biz bu haqida tez orada muhokama qilamiz. Video konferensiyalar, uzluksiz media oqimi va ko'plab foydali ilovalar internet tarmog'ining asosiy infratuzilmasida ishlaydi. TCP qanday boshqa funksiyalarni bajaradi? U portlarni nomlash uchun konvensiyani belgilaydi. Portlar internet xizmatlari uchun konvensiya asosida odamlar tomonidan yillar oldin standartlashtirilgan noyob raqamli identifikatorlardir. Bir guruh odamlar veb trafikni qanday qilib noyob identifikatsiyalashni kelishib olishdi. 80 portni, H.243 portni, elektron pochta 25 portni va DNS 53 portni ishlatadi. Bu raqamlar tarmoq protokollarining muhim qismi hisoblanadi. Zavqsiz aloqa o'rnatish uchun HTTP protokoli HTTP o'rniga ishlatiladi. Bundan tashqari boshqa protokollar ham mavjud bo'lib, ular o'zlarining maxsus port raqamlariga ega. Bu raqamlar internet xizmatlarini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Fillis Brianning tarkibni joylashtiruvchi maxsus serveridan endi nafaqat qabul qiluvchi sifatida veb sahifani so'rashi mumkin. Fillis manziliga 2 nuqta va port raqamini qo'shishi mumkin. Chunki bu konvertni to'g'ri yo'naltirish uchun zarur. Manzil L3448 bo'ladi. Bu konvert Brianning joylashgan joyidagi veb serverga mo'ljallanganligini bildiradi. Elektron pochta servensiya serveri yoki oqimli media serveriga emas, balki aynan veb server uchun mo'ljallangan. Server bir vaqtning o'zida bir nechta vazifalarni bajarishi mumkin. Port raqamlari serverlarga turli xizmatlarni multiplekslash, so'rovlarni veb sahifalar yoki elektron pochta kabi tegishli ishlov beruvchilarga yo'naltirishga imkon beradi. Chunki bir server bir vaqtning o'zida elektron pochta, veb sahifa va video konferensiya kabi ko'plab xizmatlarni taqdim etishi mumkin. Soddalashtirilgan 80 raqamidan tashqari asosiy formatni ko'rib chiqayotganda, biz bu narsalarning ichki tuzilishini chuqurroq o'rganishni xohlasak, aslida konvertning ustida yozilganidek, Fillis ham manzil, ham manba portlarini aniq va to'g'ri tarzda yozadi. Hatto Fillis ham Brianning javobini yo'naltirish uchun noyob identifikatordan foydalanadi. TCP va IP manzillar orqali kompyuterlarni noyob tarzda manzillashga imkon beradi va ketma-ketlik raqamlari va port raqamlaridan foydalangan holda ma'lumotlar yetkazib berilishini kafolatlaydi. Bu raqamlar 1 dan 4 gacha, 2 dan 4 gacha, 3 dan 4 gacha va 4 dan 4 gacha kabi ketma-ketlikni kuzatib boradi. TCP protokoli orqali internetda kompyuterlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi xavfsiz va ishonchli tarzda amalga oshiriladi. Chunki u ma'lumotlarning to'g'ri manzilga yetib borishini ta'minlaydi. Men kafolatlash so'zini juda erkin qo'llamoqdaman. Agar internet ishdan chiqsa, elektr ta'minoti ham ishdan chiqadi. TCP va ishlab turgan internet protokollari birgalikda ishonchli tarzda nuqtalar orasida ma'lumot uzatadi. TCP/IP kompyuterlarni noyob tarzda manzillashni ta'minlaydi. Xuddi 45 Quincy Street, Cambridge, Massachusetts 2138 butun USA kabi jismoniy manzillar singari. Bu Sanders teatriga yuborish uchun konvertga yozilishi mumkin. Virtual konvertlar serverlarning bir xil ma'lumotlarni yuborishini to'liq qo'llab-quvvatlaydi va raqamli IP manzillarni boshqarish oddiy jismoniy konvertlardagi to'liq matndan ko'ra ancha soddaroq. Pochta xizmati xodimlari va pochtalyonlar konvertlarda chalkash qo'lda yozilgan murakkab matn o'rniga faqat aniq raqamlar bo'lganida juda ham xursand bo'lardi. Bu usul, men aytib o'tganimdek, mantiqqa to'g'ri keladi va yaxshi ishlaydi. Kundalik hayotda IP manzillardan kamdan-kam foydalanamiz. Veb saytlarga tashrif buyurganingizda
google.com yoki sis50k kabi domen nomlarini kiritasiz. Aslida barcha internet orqali aloqa va tarmoq muloqoti IP manzillar, maxsus port raqamlari, xavfsiz va muhim ma'lumot paketlaridagi ketma-ketlik raqamlaridan doimiy ravishda foydalanadi. Kompyuterlar domen nomlarini raqamlarga aylantiradi. Garchi biz odamlar faqat haqiqiy .com kabi oddiy domen nomlarini kiritsak-da, kompyuteringiz bu raqamlarni qandaydir tarzda yozishni aniqlaydi. Bu qanday ishlaydi? Internetda ma'lumotlarni yo'naltiruvchi routerlardan tashqari boshqa turdagi serverlar ham mavjud. ISP tarmoqlarida, universitetlarda, kompaniyalarda va internet foydalanuvchilari orasidagi boshqa joylarda domen nomlari tizimi serverlarni o'z ichiga olgan DNS serverlar mavjud bo'lib, ular foydalanuvchilarni internetga ulanishini ta'minlaydi. DNS serverlar domen nomlarini IP manzillarga aylantiradi. Shuning uchun biz odamlar sifatida IP manzillarini bilishimiz shart emas. Bu foydalanuvchilarga oddiy va qulay bo'lgan google.com kabi qulay nomlarni yozish imkonini beradi. DNS server tuzilishi tanish paradigmaga amal qiladi. Lug'atlar kalitlarni qiymatlar bilan bog'laydigan abstrakt ma'lumot turlaridir. DNS serverlar domen nomlarini va ularga mos keluvchi IP manzillarni o'z xotirasida saqlaydigan maxsus ikki ustunli jadvalga ega hisoblanadi. Texnik jihatdan domen nomlari to'liq malakali va aniq domen nomlari deb ataladi. Chunki ular masalan google.com yoki boshqa subdomain google.com kabi tuzilishga ega bo'ladi. Siz yozgan narsa chap ustunda ko'rinadi va konvertga yoziladigan narsa o'ng ustunda ko'rinadi. Jadval. U juda katta bo'lishi mumkin. Bugungi kunda millionlab domen nomlari mavjud, lekin telefoningiz ularning hammasini saqlay olmaydi. DNS tizimi iyerarxik bo'lib, internet provayderlari o'zlarining mijozlari uchun DNS serverlarini saqlaydi va domain nomlarini IP manzillarga tarjima qiladi. Ayniqsa oldin ko'rilgan mashhur saytlar uchun. Agar siz mashhur bo'lmagan yoki hech kim tashrif buyurmagan veb-saytga tashrif buyursangiz, internet provayderingiz boshqa DNS serverlaridan rekursiv tarzda ushbu domen nomining IP manzilini so'rashi mumkin. Butun dunyo bo'ylab ilg'or root serverlar mavjud bo'lib, ular .com.org, gov va turli mamlakat kodlari kabi domen kengaytmalari haqidagi barcha ma'lumotlarni saqlaydi va yo'naltirilgan so'rovlarni aniq IP manzilli DNS serverlarga to'g'ridan-to'g'ri yuborib, javoblarni tezkor qaytaradi. Agar siz oldin domen nomini sotib olgan yoki ijaraga olgan bo'lsangiz yoki buni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, domen nomini sotib olayotganda domenni serveringizning IP manziliga bog'laydigan DNS server yozuvini har yili ma'lum miqdordagi pul evaziga qo'shish uchun to'lov qilasiz va bu sizning serveringiz bilan bog'lanishini ta'minlaydi. Kimdir bu vazifani siz uchun bajaradi. DNS serverlardan javob noma'lum bo'lsa, ISP boshqa DNS serverlar yoki asosiy serverlarga murojaat qilishi mumkinligi sababli jarayon rekursiv hisoblanadi. Qurilmalar, masalan, kompyuter, telefon va noutbuklar bir xil domen nomlarini google.com kabi saytlarni qayta so'ramaslik uchun DNS javoblarini mahalliy xotirada saqlaydi. IP manzil barqaror bo'lib qoladi va kamdan-kam o'zgaradi. Agar siz domen nomining IP manzilini o'zgartirsangiz yoki boshqa parametrlarni almashtirsangiz, dunyo bo'ylab joylashgan serverlar eski IP manzilni keshda saqlab qolganligi sababli veb-saytlar ishlamay qolishi mumkin. DNS muddati tugash sanalarini taqdim etadi. Domen nomi IP manzili odatda bir necha soniya, daqiqa, soat yoki kunlardan keyin muddati tugaydi. Agar tarkibni 1 yildan keyin muddat tugaydigan qilib belgilasangiz, veb-saytingiz boshi berk ko'chaga aylanib qolishi mumkin. Bu bilim veb dasturchilar uchun amalda qimmatlidir. DNS domen nomlarini IP manzillarga o'zgartiradi.
va IP manzillarini domenlarga teskari qidiruv qilishi mumkin. Saytga kirishda, masalan, kompyuter, notebook yoki telefoningizdan guvohli. Com yoki sys50 saytini ochmoqchi bo'lganingizda, qurilmangiz IP manzilni mahalliy keshdan tekshiradi. Agar oldin so'ralgan bo'lsa va keshda topilsa, ma'lumotlarni yuborish uchun xuddi konvertga yozgandek o'sha manzildan foydalanadi. Agar kompyuteringizda javob ulamasa, audience serverlardan rekursiv tarzda ma'lumot so'raydi. Kompyuteringiz paket konvertiga IP manzil, ketma-ketlik raqamlari va port raqamlarini yozadi. Keyin esa domen nomi mavjud bo'lsa javob olingach, uni manbadan belgilangan manzilga to'g'ri yuboradi. Bu DNS. DHCP boshqa qisqartmalarga qanday aloqador ekanligini eslaylik va shuni aytishim kerakki, bu kabi qisqartmalarning nomlarini yodlashdan ko'ra ularning vazifasini tushunish ancha muhimroq hisoblanadi. DHCP dinamik post konfiguratsiya protokoli degani. DHCP protokoli kompyuterlar ishga tushganda ularga aniq va qulay tarzda IP manzillarni avtomatik ravishda taqdim etadi. Bu har doim shunday bo'lmagan. Internet xizmatiga ulanganda texniklar o'rnatish uchun uylarga tashrif buyurishardi. Ular sizning shaxsiy IP manzilingizni qog'ozda olib kelib, internetga ulanish uchun boshqa serverlar bilan bog'lanish maqsadida uni kompyuteringizga qo'lda kiritishardi. Bu na miqyosli, na saqlab turishga qulay. O'zgarishlar uchun texnik xodimlar tashrifidan qochish va bir nechta qurilmalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Ko'pchilik kompyuterlar o'z IP manzilini aniqlash uchun DHCP protokolidan foydalanadi. Qurilma, masalan, laptop yoki telefoningiz uzoq muddat ishlamasdan turgandan keyin ishga tushganda, manzillar vaqt o'tishi bilan muddati tugagani sababli o'z IP manzilini so'rab xabar tarqatadi. Yaqin atrofdagi DNS serverlar, uyingiz, kompaniyangiz, universitetingiz yoki internet xizmati provayderingizda mavjud bo'lgan tarmoqda Phil uchun 5678 yoki Brian uchun 1234 kabi qillarini qabul qilni javob sifatida sizga taqdim etadi. DHCP protokoli qurilmalarga internet provayderlari va tizim administratorlaridan, masalan, sizning kompaniyangiz yoki universitetingizdagi mutaxassislardan IP manzillarni olish usulini belgilovchi protokol bo'lib, ular qaysi qurilmaga qanday raqam beruvchi qoidalarni ishlab chiqadilar. Bu hammasi emas. Bu ajoyib DHCP serverlar kompyuterlar uchun DNS serverlarni belgilaydi. DNS serverlar DHCP serverlarning IP manzillarini taqdim etadi. Standart shlyuz routerining IP manzilini va sizning asosiy marshrutizatoringiz manzilini xat xabarlarni uzatish uchun ayting. Philips kompyuterni yoqqanda, avvalambor tizim ishga tushib, keyin unga maxsus IP manzil avtomatik tarzda berildi. Standart shlyuz yoki router bu birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga ma'lumotlarni yetkazish uchun bir-birining o'rnini bosadigan sinonimlar hisoblanib, asosiy ma'lumotlarni uzatuvchi qurilma. Nima uchun qisqartmalar va texnologiyalarga e'tibor qaratish kerak? Qisqartmalar keng tarqalgan va muammolar yuzaga kelganda paydo bo'ladi. Garchi kamdan kam hollarda tilga olinsa ham, siz muammolarni bartaraf etishingiz kerak. Bu muammolar tarixiy jihatdan duch kelgan haqiqiy muhandislik vazifalarini aks ettiradi. Bular oddiy yechimlardir. U yerda ham DNS yoki DHCP serverlar uchun kod yozish nazariy jihatdan menga va sizga juda ham oddiy ko'rinishi mumkin. Iltimoslarni eshitish qobiliyati bilan men lug'atdan foydalanib va DNS server so'rovlariga javob bera olaman. Bu barcha asoslarni bayon qiladi. CS50 da muhokama qilingan barcha muhim g'oyalar biz har kuni ishlatavergan va endi oddiy hol deb biladigan zamonaviy texnologiyalarning asosiy poydevori bo'lib xizmat qiladi. DHCP bu har kuni hayotimizda mavjud bo'lgan
Veb brauzerlar va serverlar o'rtasidagi aloqani boshqaruvchi gipermatn uzatish protokoli bo'lib, ma'lum qoidalar va kelishuvlar to'plami hisoblanib, internetda keng qo'llaniladi. HTTPS ma'lumotlarni shifrlash orqali himoyalovchi xavfsiz versiya bo'lib, internetda ma'lumotlarni maxsus usulda shifrlab uzatadi va faqat siz veb sahifani ko'ra olasiz. Boshqalar esa faqat veb-sayt nomi yoki IPv manzilini ko'radi. Bu tizim sizning internet trafigingizni himoya qiladi va shaxsiy ma'lumotlaringizni uchinchi shaxslardan to'liq himoyalaydi. Biz kamdan kam hollarda HTTP yoki https://chiziqni yozamiz. Bugun biz odatda internetga kirish uchun google.com deb yozamiz yoki saqlangan xat cho'plardan qulay tarzda foydalanamiz. Zamonaviy texnologiyalarda HTTP va HTTPS protokollari hamma joyda ishlatiladi va brauzerlar uchun juda muhim hisoblanadi. Garchi brauzerlar bu prefislarni inson kiritmasdan ham avtomatik tarzda o'zlari qo'shib qo'ysalar ham. URL veb sahifalardagi foydali va kerakli ma'lumotlarga kirish uchun ishlatiladigan maxsus manzillar bo'lib, ular butunjahon internet tarmog'ida qo'llaniladi. Bu eng oddiy URLlardan biridir. Zavsiz saytlar uchun .com domen nomi bilan XTXTdan foydalaning, chunki bugungi kunda internetda to'liq xavfsizlikni ta'minlash muhim bo'lib, barcha zamonaviy veb saytlar uchun bu protokol tavsiya etiladi. Keling, bu yerda nima bo'layotganini tahlil qilamiz. Brauzerlar uchun oxiridagi oldinga qo'yilgan chiziq aslida bu unchalik aniq bo'lmasa-da, ushbu domenning standart veb sahifasini ochish va ko'rsatish uchun so'rashni bildiradi. Siz standart veb sayt tarkibiga kirmoqchisiz. Zamonaviy brauzerlar bu tafsilotlarni yashiradi. Agar brauzeringizdagi URL panelini bossangiz, oxiridagi chiziqni ham o'z ichiga olgan ko'proq ma'lumotni ko'rasiz. google.com terilganda standart bosh sahifa uchun avtomatik ravishda oldinga slash qo'shiladi. URL manzillar serverdagi veb sahifalarni o'z ichiga olgan maxsus katalog yoki fayllarni ko'rsatuvchi slash yo'llarni ba'zida bundan ham ko'proq ma'lumotlarni va aniq joylashgan papkalarni server ichida o'z ichiga olishi mumkin. Ba'zida bu aniqroq ko'rinishda bo'ladi. URL manzillar HTML bilan tugashi mumkin. Bu veb sahifalarni yozish uchun ishlatiladigan gipermatnli belgilash tili Hypertext Markup Language ni anglatadi. uexample.com serverida foydalanuvchi brauzeri tomonidan fil.html fayli so'raladi va uni ko'rish uchun serverdan maxsus so'rov yuboriladi. Keyin jarayonni boshlaydi. Ba'zan fayl kengaytmalari hozirda kamroq ko'rinadi. Dunyo bularni xunuk va keraksiz deb qaror qildi. Chiziq va papka nomi serverda veb tarkibni o'z ichiga olgan katalog yoki direktoriyani joyidan ko'rish uchun bildiradi. Veb sahifalar papkalar ichida yoki tarkibni o'z ichiga olgan fayllar ichida joylashgan bo'lishi mumkin. URL manzillar standart formatga muvofiq papkalar va ixtiyoriy fayl nomlarini o'z ichiga oladi. Bu yerda yana nima sodir bo'ladi? Domen nomi odatda ehample.com ko'rinishida bo'ladi. U esa host nomi deb ataladi. Bu yerda biz to'liq malakali domen nomini ko'rib turibmiz va qo'shimcha texnik atamalarni kiritadigan bo'lsak, u prefiksi internetdagi saytlarning manzilini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Kompaniya yoki universitetdagi veb xizmatlarni taqdim etuvchi server nomi bunda internetga ulangan holda dunyo bo'ylab ma'lumotlarni almashish imkonini beradi. Veb server bo'lish uchun serverga u nomi shart emas. Mighty Web sayti webmit. Edu nomidan foydalangan boshqalar esa dan foydalanishgan. Sizlarning ko'pchiligingiz veb brauzerda yozmagandirsiz. google.com deb yozib enter tugmasini bosganda brauzerlar avtomatik ravishda google.com sahifasiga yo'naltiradi. Ost nomi server nomidir. Domen nomlari odatda ehample.com kabi bo'ladi. Ammo Google va Meta kabi yirik kompaniyalar bir nechta veb serverlardan foydalanadi. Butunjahon o'rgimchak to'ri
bir nechta serverlar to'plamini anglatadi. Bu texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash mavjud. Yana bir muhim atamani bilish kerak. Domen nomlarining oxirgi qismi tiyodi yoki yuqori darajali domen sifatida tanilgan. Odatda tarixan Akosh turli xil domen turlarini ko'rsatib bergan va aniqlagan. Komtijorat, Go-hukumat, org tashkilot. Hozirda ko'plab yuqori darajali domenlar mavjud va ular Akoshga xos emas. Veb-saytning com bilan tugashi uning Akosida joylashganini anglatmaydi. Bu shunchaki domen nomidan foydalanish uchun pul to'laganingizni bildiradi. Boshqa yuqori darajali domenlar ham mavjud. Har bir davlatning o'z kodi bor. Akosh uchun US, Buyuk Britaniya uchun UK, Yaponiya uchun GP. Yuqori darajali domen 2 belgidan iborat. Mamlakat kodi. CS52 nomini ishlatishimiz qiziqarli. Veb-saytlar CS50 qatori TV va O domen nomlarini ishlatadi. Google yuqori darajali domenni yoki tilini ko'rib chiqing va shuni bilib olingki, ay domeni kerakli qiziqarli sun intellektning qisqartmasi sifatida ishlatilishiga qaramay, u ingliz tilida qisqartma bo'lishidan tashqari hech qanday boshqa aloqasi yo mamlakat kodlarini yuqori darajali domenlarni har qanday xohlovchi kishilarga har yili xaridorlarga sotish orqali daromad manbaiga aylantirish mumkin. Uyali manzillar albatta HTTP yoki HTTPs'ni o'z ichiga oladi. Bu esa veb brauzerlar tomonidan veb sahifalarni berilgan manzildan so'raganda foydalaniladigan asosiy protokolni aniq belgilaydi. Bu protokol nima qiladi? Brauzerning veb sahifani so'rashi qo'l siqishga o'xshaydi. Bunda u server javob berishini kutib, qo'lini uzatadi. Veb serverlar brauzerlar tomonidan yuborilgan standartlashtirilgan xabarlarga jismoniy emas, balki metaforik tarzda javob beradi va ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Bu nimani anglatadi? Ushbu konvertda biroz soddalashtirilgan tarzda ikki xabardan biri bo'lishi mumkin. Birinchi xabar bu get bo'lib, u ma'lum bir veb sahifani olishni anglatadi. Post konvert ichida ma'lumotlarni boshqa joyga yuborish uchun ishlatilsa, get esa brauzerlar tomonidan ma'lumotlarni olish va ko'rish uchun ishlatiladi. Post kredit karta, elektron pochta, parollar yoki shakl ma'lumotlari kabi maxfiy ma'lumotlarni yuborish uchun ishlatiladi. GT va POST kabi HTTP fe'llari odatda pochta orqali ma'lumotlarni yuborish uchun ishlatiladi va harakatni anglatadi. Nuqtalar bu konvertlarda boshqa fe'llar ham ishlatilishi mumkinligini ko'rsatadi. Aniq bo'laylik. Brauzerdan serverga yuborilgan konvert ichida aniqroq qilib aytganda, muhim virtual xabar bor. Men o'z brauzerim orqali Harvard Edu saytiga tashrif buyurilganda oldinroq muhokama qilganimizdek, konvert ichidagi xabar shunday matni o'z ichiga oladi. Harvard bosh sahifasini so'raganda mushuk rasmlari yo'q. Konvert ichida GT, HTTP, ikki host va sizning so'rovingiz uchun kerakli bo'lgan to'liq domen nomi mavjud bo'lib, ular bir-biri bilan bog'langan holda joylashtirilgan. Konvertning ichidagi narsalar ichkarida. Javob konverti serverdan qaytishi kerak va ichida biz kutgan qaytarilgan xabar bo'ladi. Javobda HTTP 2200 va tarkib turi, text html mavjud bo'lib, bu so'ralgan veb sahifa muvaffaqiyatli yetkazib berilganini aniq ko'rsatadi. Chunki birinchi xabar nimadir olish uchun so'rov bo'lsa, javob esa umid qilinganidek HTML formatida yozil sahifani o'z ichiga oladi. HTML quyidagi haqiqiy tarkibni o'z ichiga oladi. Buni qanday ko'rishim mumkin? Keling, hozircha kod yozish uchun ishlatib kelgan VS Code dasturiga birgalikda o'tamiz. Terminal oynasi operatsion tizimga kirishni ta'minlaydi. Linux operatsion tizimi eslatib o'taman. CD. List Maki Debug 50 Python
va Skliti T3 kabi buyruqlar uchun buyruqlar satridan foydalanadi va men bu yerda buyruqlar interfeysi bilan ishlayman. Boshqa tizim buyruqlari brauzerlar o'rniga matn orqali internet so'rovlarini amalga oshirishga imkon beradi. Shu vaqt davomida sys50 dasturlash muhiti CP port 1337 dan foydalanadi. Bu CS52 ning portlar oynasida ko'rinadi. Aslida darslar paytida men buni ko'pincha yashirib qo'yaman, lekin doim ikkinchi tab mavjud bo'lgan. Agar siz o'zingiz Series 2 ga kirib ko'rsangiz, boshqa tablar qatorida portlar tabini ko'rasiz. Bu yerda sys50 ning o'zining rivojlanish muhiti standart holatda bizning uchun juda elita raqam hisoblangan TCP port raqamidan foydalanganini ko'rasiz. Kengaytma VS kodi bilan virtual konvertlar yordamida standart TCP port raqamlari orqali foydalanuvchilar bilishi shart bo'lmagan tarzda o'zining tashqi tomonidan xavfsiz aloqa qiladi. Raqamlar paydo bo'ldi va tez orada yana ko'proq ko'rsatiladi. Terminal oynasida men bunday buyruqlarni yozishim mumkin. Terminal oynasi hajmini kattalashtiring. Curl yozing, ya'ni ulanish va bog'lanish uchun uralga ulanish holatini, bunda asosiy ay belgisini ishlatamiz. HTTPS 2 nuqta oldinga kesish, chiziq oldinga kesish, chiziq u Harvard. Edu Nitering. Men buni terminal buyruq qatoriga qo'lda kiritaman va natijalarni ko'raman. Men Enter tugmasini bosdim va ma'lumotlar qaytib keldi. Slaydda nuqtalar oldinroq ishlatilgan edi, chunki bu natija tanish matnni o'z ichiga oladi. HTTP 2.200 va host qatori oldinroq slaydda ko'rsatilgan edi, chunki biz uni ko'rib chiqqan edik. Lekin boshqa qatorlar bilan birga ular qat'iy zarur emas edi va shunchaki qo'shimcha ma'lumot sifatida keltirilgan. Agar server bitta vazifani bajarsa, u Harvard edu ni ko'rsatish shart emas. HTTP 2 mening brauzerim ishlatadigan protokol versiyasini bildiradi. 200 esa muvaffaqiyatli aloqani ko'rsatadi. HTTP bir boshqa keng tarqalgan versiya hisoblanadi. Ikkinchi versiya keng tarqalgan va uchinchi versiya foydalanishi oshib bormoqda. Grafik interfeys bo'lmasa ham brauzer va server orasidagi protokol versiyalarini ko'rsatadi. Bu buyruq HTTP so'rovini simulyatsiya qilib, sarlavhalarni oladi. Bunda ay belgisi sarlavhalarni ko'rsatadi. Sarlavhalarni ko'rsating. Men mushuklar yoki Harvard yangiliklarini ko'rishni xohlamayman. Konvertning ichidagi sarlavhalarni ko'rsating. Shu vaqtgacha buni o'zingizning shaxsiy brauzeringizda qanday bo'lmasin qilishingiz mumkin edi. Menga Harvard bosh sahifasiga o'tish uchun yangi oyna ochishga ruxsat bering va men HTTPS manzilini kiritib, qo'lda u Harvard Edu saytiga tashrif buyuraman. Hoziroq. Bu vaqt mobaynida barcha qudratli vositalar sizga kompyuterning ichki qismida mavjud edi. Web sahifani o'ng tugmasi bilan bosib, dasturchi asboblarni ochish uchun tekshirishni tanlang. Chrome, Safari va Edge kabi ko'plab zamonaviy brauzerlar turli menyular orqali kirilishi mumkin bo'lgan o'xshash dasturchi asboblariga ega va boshqalar ham. Tarmoq bo'limiga o'tib, qulaylik uchun yaqinlashtirib ko'raman va uni tozalaganimda bu menga ekranda hozir paydo bo'layotgan barcha narsalarning batafsil qaydini ko'rsatadi. Ammo biroz vaqtdan so'ng u o'zini avtomatik ravishda qayta tiklaydi va oldingi holatiga qaytadi. Harvard ma'lumotlarni har bir soniyada yangilab turadi. Bu esa tarmoq faoliyatini yozib olish paytida qatorlarning qayta paydo bo'lishiga olib keladi. Davom etaylik. Sahifani yana bir marta qayta yuklashda ekranda juda ko'p qatorlar tezda paydo bo'ldi. Brauzerimning quyi chap burchagida 67 ta HTTP so'rov amalga oshirildi. Bu mening brauzerim va Harvard Edu o'rtasida qancha xabar almashilganini ko'rsatadi. Agar buni ochiq qoldirsak, bu takrorlanadi. Harvard bu sahifani boshqaradi va uni jonli saqlaydi. Birinchi sahifaning yuqori qismiga qarab, keyin pastga aylantirib u Harvard Edu manziliga qaytaman. Sarlavhalarga bosing. Diagnostik ma'lumot va tizim axboroti mening so'ralgan URL manzilini aniq ko'rsatadi. Men git so'rov usulidan bilmagan holda foydalandim.
URL manzilni kiritishda Git usuli avtomatik ravishda ishlatiladi. Qaytarilgan status kodi. Veb serverlar va brauzerlar ko'p yillar davomida HTTP protokoli orqali muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikni to'g'ri ko'rsatish uchun maxsus raqamli kodlarini standartlashtirib kelgan. Dasturlashda muvaffaqiyatni ko'rsatsa, boshqa butun sonlar muvaffaqiyatsizlikni ko'rsatadi. Web 200 kodini muvaffaqiyatni aniq ko'rsatish uchun va boshqa raqamli kodlarni muvaffaqiyatsizlik yoki boshqa turli holatlarni ko'rsatish uchun ishlatadi. Status kodlari yana nimalarni ifodalashi mumkin? Keling bu yerga qaraylik. Brauzerga HTTPS 2 yoki uu qo'shmasdan Harvardidu yozilganida ham web manzilni kiritib Enter tugmasini bosganingizda barcha holatda baribir kerakli veb saytga olib boradi. Bunga nima sabab bo'ladi? Buni buyruqlar qatorida ko'rishimiz mumkin. To'liq ekranli terminal oynasiga qaytay. Kurl ayhtpg Harvard. Edu buyrug'ini terish kerak va bu qadam juda muhim vaqtda bajarilishi lozim bo'ladi. Men dasturga xavfsiz versiyasiz protokolni taqdim etib yordam beraman. Men uni tilga olmay qo'ya qolaman. Nima qaytishni ko'raylik. Muvaffaqiyat 200 o'ka holat kodi orqali ko'rsatiladi. HT1.1 ning holat kodi 301 butun, ya'ni doimiy o'chirilgan. Bu qayta yo naltirish javobini anglatadi. Bu holat Harvard universiteti saytida kuzatildi. Eski HTTP versiyasidan qaytgan javob kodi edi. Turli xil javoblar har xil raxil bilan bog'langan bo'lib, bu holda 301 raqami sahifa yoki resurs boshqa manzilga doimiy ravishda ko'chirilganligini bildiradi. Garvardning yangi manzili qanday? Server bu sarlavhalarni pastga siljitganda, Garvard doimiy ravishda yangi HTTPS Harvard edu manzili va joylashuviga ko'chganini bizga ko'rsatmoqda. Garvardning serveri veb saytning xavfsiz versiyasidan foydalanishni talab qiladi. Keling, buni belgilab nusxalaylik. Keling, o'sha yo'ro bilan kurl buyrug'ini bajarsam. HTTPS va oxirida qo'shimcha chiziqcha bilan kiritib, Enter tugmasini bosing. Server yangi protokol versiyasidan foydalanadi. Ikkinchi versiyaga qaytamiz. 301 holat kodi. Brauzerga Harvard veb saytining doimiy ravishda HTTPS orqali Harvard edu manziliga ko'chganligini va endi shu manzilda joylashganligini aniq va qayta ko'rsatib bermoqda. Keling, buni yana bir bor qilamiz. URL bilan curl dan foydalanganda brauzerlar nimani xohlayotganini aniqlash uchun serverlar to'g'ri manzillarga yo'naltirib beradi va natijada biz 200 javobini olamiz. Chunki server har doim yo'nalishni ko'rsatib turadi. Siz to'g'ri joydasiz. Brauzerlar va serverlar endi Harvard edu kabi protokolsiz to'liq bo'lmagan URL manzillarni ham qabul qiladi. Yo'q, siz buni xohlamaysiz. HTTPS va uu kerak. Chunki brauzerlar serverdan kelgan barcha javoblarni doimo keshda saqlaydi. Status kodlari javoblarni qalbakilashtirishga imkon beradi. Biz bir nechtasini ko'rdik. Biz 200 kod yaxshi ekanligini ko'rdik. Biz doimiy qayta yo'naltirishlar uchun 301 holat kodini ko'rganmiz. Boshqa juda ko'p kodlar mavjud. Shu jumladan ushbu kod ham. Ko'pchilik 404 xatosini ko'rgan. U inson lug'atida mavjud. 404 noto'g'ri URL, o'chirilgan fayl yoki mavjud bo'lmagan tarkib tufayli fayl topilmaganligini anglatadi. Odamlar HTTP holat kodlarining murakkabligiga qaramasdan ularga ko'nikib qolishgan. Mavjud bo'lmagan veb sahifaga tashrif buyurganingizda 404 xatosini fayl topilmadi degan xabarni olasiz. Veb sahifalar oddiy matn yoki vizual jihatdan murakkab bo'lishi mumkin. Veb server sozlamalari ma'lumotlar qanday ko'rsatilishini belgilaydi. 404 fayl topilmaganini anglatadi va quyida ba'zi holat kodlari keltirilgan. Biz 200 va 301 javob kodlarini ko'rdik. Boshqa 300 darajali status kodlari URL yo'naltirishlarini bildiradi. 400 dagi HTTP status kodlari mijoz xatolarni bildiradi. Mening xatoyim sening xatoying kabi 401 avtorizatsiyadan o'tilmaganini, 403 taqiqlanganini bildiradi. HTTP xatolik kodlari
404 topilmadi degani 418 esa 1-aprel hazili edi. Men choynakman degan gap injenerlar o'rtasidagi hazil edi. Ko'proq ma'lumot Google orqali mavjud. 500 xatoliklari server xatolarini bildiradi. Web dasturlarni yozishda ko'rgan har qanday 500 xatolik ehtimol sizning aybingiz bo'lib, bunda kimdir xato qilgan. Lekin bir necha hafta ichida buni tuzatish kerak. Bu holatda siz ham foydalanuvchi, ham server hisoblanasiz. Kompyuter tizimlarida status kodlari virtual konvertlar orqali oddiy va sodda tarzda ichki qismida maxsus usullar bilan ishlaydi. Brauzerlar oddiy foydalanuvchilar e'tibor bermasligi kerak bo'lgan bu tafsilotlarni yashiradi. Ammo siz o'zingizning brauzeringizning dasturchi vositalari orqali ularni ko'rib chiqishingiz mumkin. Buyruq qatorida URL manzilga ulanish uchun curldan foydalanish xatlar ichidagi ma'lumotlar uzatish haqida yanada ko'proq tafsilotlarni batafsil ko'rsatadi. Bu xuddi shu ma'lumotni ko'rishning yana bir usuli. Biz buni kuzatib turgan Yale universiteti talabalariga tabassum bilan qiziqarli tarzda o'rganishimiz mumkin. Ma'lum bo'lishicha, Safety.org saytiga hech kim tashrif buyurganmi? Yangi oynada yaqinroq ko'rib olaman. Safety.orgga ariza topshirgan yoki tashrif buyurgan biror kishi bormi? Biz ularni bir xilda yaxshi ko'ramiz. Safety.org sayti hozirgi kunda internetda mavjud bo'lib, kirganimizda u bizni to'g'ridan to'g'ri edu saytiga yo'naltiradi. Bu yerda nima bo'lyapti? Ishlab chiquvchi vositalar o'rniga buyruqlar qatoridan foydalanaman. Zavsizlik maktabining rasmiy veb saytiga kirish uchun Safety.org manzili orqali murojaat qiling. Safety.org doimiy ravishda va butunlay Yale universiteti edu veb saytiga muvaffaqiyatli tarzda ko'chirilgan. Bu hazil internetda yillar davomida mavjud bo'lib kelgan. Kimdir bor, ammo kim ekanligini bilmayman. Ular bu kompyuter fani hazilini saqlash uchun yillik to'lovlarni amalga oshiradi. Harvard uchun ham bor. Lekin bu eng uzoq vaqt mavjud bo'lgani, Harvard bitiruvchisi internet yaratilganidan beri hosting to'lovlarini to'lab kelmoqda. Endi biz veb sahifalar yoziladigan HTML, gipermatn belgilash tiliga e'tibor qaratamiz. HTML katta va keng qamrovli lug'atiga qaramay, oddiy dasturlash tili bo'lmagani sababli, uni vaqt o'tishi bilan sekin-asta tabiiy ravishda o'rganib va tushunib borasiz. HTML teglar va atributlardan tashkil topgan. Bular tilning qurilish bloklari va tuzilishini tashkil etadi. Bu oddiy matndan iborat eng sodda va oson Salom dunyo veb sahifasi bo'lib, asosan matnni ko'rsatadi. Index, XML kabi oddiy fayllarda saqlanadigan matn brauzerga qabul qilingan xat va xabarlarni qanday qayta ishlash kerakligini aniq ko'rsatib beruvchi kod qatorlaridan iborat bo'lib, ushbu muhim ma'lumotlar elektron tarzda yuboriladi. Bu tarkibni qanday taqdim etamiz? Tarkib veb serverga joylashtirilishi kerak. Sizda veb server mavjud, lekin u veb server sifatida ishlatilmayapti. VS Code bilan CS50 dev bulutda ishlatilganda, siz ochiqchasiga brauzerdan foydalanasiz. Ammo veb server VS Code'ni brauzeringizga yetkazib beradi. sys50 terilganda, odatda siz klaviaturadan sys50 yozib, Enter tugmasini bosasiz va to'liq URL hipsda sys50 bo'lib, unga qo'shimcha tarkib qo'shiladi va buni siz bugun yoki undan oldin ham sezmagan bo'lishingiz mumkin. URLlar avtomatik ravishda TCP orqali HTTP uchun 80 portni yoki Hafs HTTPS uchun 443 portni ishlatadi. 443 port so'rovi sys50 serverida VS Code xizmat ko'rsatishini aniq ko'rsatadi. Chunki bu maxsus port raqami orqali server kompyuterida joylashgan dastur foydalanuvchilarining so'rovlarini qabul qilib, ularga kerakli VS Code versiyasini yetkazib beradi. GitHub Codespace'siga o'zining VS Code versiyasiga yo'naltiradi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Veb sahifalar asosan 443 va 80 portlarda ishlaydi. Bunda 443 port xavfsiz HTTPS protokoli uchun, 80 oddiy XT uchun mo'ljallangan. Agar o'zimizning serverimizni yaratmoqchi bo'lsak, uni internetga ulab IP manzil berishimiz mumkin. Serverlar turli portlarni ishlatib,
Web elektron pochta yoki video konferensiya kabi bir nechta xizmatlarni bir vaqtning o'zida taqdim etishi mumkin. Hatto bir nechta veb serverlarni ham ishlatish imkoniyati mavjud. VS Code bulutda veb server sifatida allaqachon ishlayotgan bo'lsa-da, biz server tomonidan ishlatilmayotgan boshqa TCP portni tanlab, xotirjam holda VS Code V ichida ikkinchi bir veb serverni ishga tushirishimiz mumkin. Buni qanday amalga oshiramiz? Biz HTTP server buyrug'ini tanishtirmoqchimiz. Ushbu buyruq terminal oynasida ishlatiladigan veb serverlar uchun odatda 80 port o'rniga ishlatiladigan 8080 portda veb serverni ishga tushiradi. Garchi boshqa keng oraliqda joylashgan istalgan to'g'ri port raqami ham bemalol ishlaydi. HTTP server buyrug'i tarkibni uzatadi. Tarkib nima bo'lishi mumkin? Keling buni qilib ko'raman. Keling index HTML kodini ishga tushiramiz va tezda oddiy veb sahifa yaratib, ushbu muhim qatorlarni birma-bir batafsilroq tushuntirib, hoziroq faylda yozib ko'rsatamiz. Ochilish tegi deklaratsiyasi HTML yopilish qavsini yozing. HTML lang tengi. Keyin menda sarlavha bor edi va o'sha sarlavha ichida salom vergul sarlavha bor. Sarlavha pastida body tegi ichida salom body mavjud. Slayd ko'rinishida siz oldin ko'rgan antiqa va g'alati faylni men qayta yaratishga harakat qilib ko'rdim. Bu faylni hozir brauzerimda ko'rib chiqish uchun buni qilishim albatta kerak bo'ladi. HTTP serverni ishga tushirish terminal oynasida diagnostika ma'lumotlari va URL manzilni ko'rsatadi. Pop-up oyna dastur hozir 8080 portda muvaffaqiyatli tarzda ishlayotganini menga ko'rsatadi. VS Code'ning CS50 kengaytmasi brauzerda ochish uchun bosishga imkon beradi. Ikkinchi ilovada darhol ochilgan yangi oynada kod maydoni tarkibi hozirda ko'rsatilgan. Bugun vaqtimni tejash uchun men oldindan Source 8 papkasini yuklab oldim. Uning ichida bugungi ko'plab misollar va yaratilgan index HTML fayli joylashgan. Direktoriya indeksi mening joriy papkamni ko'rsatadi. Ushbu dinamik tarzda yaratilgan veb sahifa kod maydoni ichidagi tarkibni ko'rsatadi. Bu nima? U GitHub bilan tugaydi. GitHub tomonidan boshqariladigan domen. Bu avtomatik tarzda yaratib beriladi. Ushbu kod maydoni veb sahifalar uchun vaqtinchalik ishlab chiqish muhiti vazifasini bajaradi. Server dasturi mahalliy kompyuterni anglatuvchi localhostda. Haqiqatdan ham aytganda, hozircha eng muhimi shuki, kompyuterning haqiqiy nomi qanday bo'lishidan qat'iy nazar 8080 portda ishlaydi va mening papkamni ko'rsatadi. Ushbu tab hozirda 8080 portdan juda yaxshi foydalanadi. GitHub web serveri esa doimiy ravishda 443 portda ishonchli tarzda ishlaydi. Oddiy web sahifani ko'rish uchun index HTML faylini ochish. Mening brauzerimning oq to'rtburchak ko'rinish oynasida salomlashish matni paydo bo'ladi. Tab sarlavhasining yuqori qismida Hello titili yozuviy aniq va ravshan tarzda ko'rsatiladi. Qisqacha xulosalash uchun HTML bizga sahifa sarlavhalarini ichki oynalarda va tarkibni asosiy qismda aniq ko'rsatish imkonini beradi. Hatto veb sahifalarni ishlab chiqishda mutlaqo yangi bo'lsangiz ham, sodda va bir xil rangda bo'lsa ham, keling tuzilish bloklari bilan namuna kodini ko'rsataman. Nima bo'lyapti? Ajratib ko'rsatilgan qator hujjat turining e'loni hisoblanadi. Bu qator HTML5 versiyasida yozilgan veb sahifani anglatadi. Bu hozirgi standart hisoblanadi va dunyo bo'ylab ko'pchilik foydalanuvchilar tomonidan keng qo'llaniladigan asosiy format sifatida tan olingan. Bu kod vaqt o'tishi bilan sekin-asta o'zgaradi va hozircha shunday quyida undov belgilarisiz
yanada qiziqarli va simmetrik tartibda bo'ladi. Bu anomaliyadir. Siz HTML ni klaviaturangizda terishingiz mumkin bo'lgan kichik va katta belgilarni qavslar sifatida ko'rasiz. Bu yerda pastda men tasvirlaydigan kabi ochilish va yopilish qavslarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda HTML tegi bilan HTML elementini boshlaydi. Chunki bu teg elementning boshlanish qismi hisoblanadi va biz uni HTML elementi deb ataymiz. Kichik belgidan keyingi teglar HTML elementlarini nomlaydi va brauzerlar ushbu teglardan foydalanib, kontentni brauzer doirasida qanday va qayerda tuzish kerakligini aniqlaydi. Birinchi teg brauzerga HTML tarkibini ko'rsatadi. HTML nima haqida? Lang sahifada foydalanilgan inson tilini bildiradi. Bu esa qolgan qismi bo'ylab ishlatiladigan til haqida ma'lumot beradi. HTML teglar va atributlar ingliz tilida, chunki HTML ingliz tilida so'zlashuvchilar tomonidan standartlashtirilgan. Siz veb sahifalarni istalgan tilda yozishingiz mumkin. Men sahifamni ingliz tilida salom sarlavhasi va matni bilan, brauzerlar tarjima va SEO maqsadlarida tilni ko'rsatuvchi en atributi bilan yozaman. Chunki bu Google Translate yoki avtomatik tarjima tizimlariga yordam beradi. Shuningdek, bu odamlar foydalanadigan tildagi matnni qanday ko'rsatishni brauzerga tushuntirib beradi va qidiruv tizimlarining optimallashtirishiga ham yordam beradi. HTML sahifa boshlandi. Boshqa teglar ketma-ketligi mavjud. Sarlavha qismi sahifaning yuqori eng tepa qismini brauzer yorlig'iga o'xshab aniq ravishda ifodalaydi. Mening sahifamning sarlavhasi. Sarlavha nima? Salom, sarlavha, narsalar, g'alati qator ekranda yangi matn sarlavhasini aniq va chiroyli qilib ko'rsatadi. Bu teg siz oldin ko'rgan ochilish tegidan farqli ravishda va shuning uchun men uni yopish yoki oxirgi teg deb ataladi. Bu yerda simmetriya bor. Bu brauzerga uzatiladi. Hey brauzer, sarlavha uchun shu yetarli. Sarlavha tugadi. Keyin nima bo'ladi? Brauzer veb sahifa sarlavhasi shu bilan tugadi. Hech narsa qolmadi. Endi veb sahifa matni keladi. Qolgan hamma narsa. Oq to'rtburchakdagi matn sahifaning asosiy qismidir. Brauzerda tarkib qanday ko'rsatiladi? Bu tananing yakunidir. Bu HTML qismining yakuni. Old chiziq yakunlovchi tegni yoki yopish tegini bildiradi va siz juda keng tushuntirishingiz shart emas. HTML tegi mening til atributi belgisi lang teng en raqami bilan boshlandi. Qo'shtirnoq va tilni takrorlashsiz qanday ko'rsatish mumkin? Brauzer buni oldingi HTML tegni yopilishi deb tushunadi. Teglar faqat bitta joyda bo'lishi kerak. Teglarni ma'lum joylarda qanday ishlatish mumkin? Veb sahifa tarkibini tuzish uchun bir necha bor ishlatish mumkin bo'lgan boshqa teglarni ko'rib chiqamiz. Biz Provard natijada nimaga erishmoqchimiz? HTML kod bu ildiz. Bolalar va nabiralardan iborat daraxt ma'lumotlar tuzilmasining matnli ko'rinishi bo'lib, u bizga tanish bo'lgan asosiy ma'lumotlar tuzilmalaridan biridir. Brauzer veb sahifaga kirganda xotirada yoki tezkor xotirada hujjat obyekt modulini HDOM yaratadi va bu modul sahifaning barcha elementlarini o'z ichiga oladi. Ushbu daraxt tuzilmasi o'ng tomonda tasvirlangan bo'lib, u davom qisqartmasi bilan ham tomonidan avtomatik tarzda qayta ishlanadi. Google.com ni yozib, Enter tugmasini bosganda Google veb-sayti brauzeringizda paydo bo'ladi. Google ehtimol bunga o'xshash, lekin yanada murakkab matnni yuborgan. Matn brauzerlar tomonidan yuqoridan pastga, chapdan o'ngga tartibli ravishda o'qiladi. Malloc yoki shunga o'xshash usullar yordamida kompyuter xotirasiga yuklanadi va ekranda ko'rsatish uchun xotirada daraxt tuzilmasini ifodalovchi ko'p ko'rsatkichli tugunlarni yaratadi. Keling, VS Code'da bir necha misollarni ko'rsataman. Kod va brauzer o'rtasida almashib ko'rsatish orqali. Hozirda menda Source 8 papkasi bugungi kun uchun oldindan tayyorlab qo'yilgan.
kerak bo'lganda nusxa ko'chirish uchun va hozirgina birinchi marta yaratilgan inde xutmil fayli bor. VS Code terminaliga qarasak, dasturlash muhitidagi barcha tashxis ma'lumotlari va diagnostika natijalari batafsil loglarda aniq ko'rinadi. Web serverlar odatda barcha tashrifchilarning internetdagi brauzer tashriflarini muntazam qayd qilib boradi. Xizmat ko'rsatuvchilar va ota-onalar nazorati saytlarga tashriflarni shu tarzda kuzatib boradi. Brauzer va server o'rtasidagi barcha ma'lumotlar HTTP protokoli orqali uzatiladi. Bu esa foydalanuvchi haqidagi brauzer ma'lumotlari, tashrif vaqt va sanasiga to'liq kirish imkonini berib, doimiy nazorat qilishga yordam beradi. Muhokama uchun men tashxis ma'lumotlariga e'tibor qaratmayman. Men buni yashiraman. Portlar bo'yicha bitta TCP, port 1337 o'rniga bir nechta port mavjud edi. VS Code yangi ichki oynalarni ochishda 8080 portda ishlayotgan boshqa jarayonni sekin va muvaffaqiyatli aniqladi va vaqt o'tishi bilan bir nechta portlarni ko'rsatdi. Bu avtomatik ravishda sodir bo'ldi. Terminal oynasini yashiring, chunki u hozir muhim emas. HTTP server orqa fonda ishlashda davom etadi. Keling, yangi teglarni kiritamiz. Yangi fayl yaratishga ruxsat bering. Keling, men bu fikrimdan qaytaman. Plus belgisi yordamida ikkinchi terminal oynasini ochaman. Buyruqlar satrida boshqa buyruqlarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lgan holda bitta buyruqni bajarmoqdaman. Paragraf shimil buyruq kodini qanday ishga tushirish mumkin? Matn paragraflaridan iborat veb sahifa yaratish. Men bugun Hello World kodini shablon sifatida nusxalab, keyin kerakli o'zgartirishlar kiritib, vaqtimni tejash uchun ishlataman. Sahifa sarlavhasini ushbu yerda matnli paragraflarga o'zgartiring va keyin shu bo'limda qator matnlar yozing. Bu qanday paragraflar? Paragraflarni yaratish uchun yaratilgan lotin matnini esa har doim maxsus sahifalardan tez va oson nusxalash mumkin bo'lib, bu ishni bajarish hech qanday qiyinchilik keltirib chiqarmaydi. Ushbu veb sahifada turli xil va qiziqarli psevdo lotin tilidagi matn paragraflari albatta bo'ladi va joylashtiriladi. Keling, buni ochamiz. Boshqa tabga qayting. Yangi faylni aniqlash uchun brauzer qayta yuklanishi kerak. HTMLdagi paragraflar. 3 ta paragrafni ko'rsatish uchun paragraphs. HTMLni bosing. Matn bloki 3 ta alohida paragraf o'rniga bir butun bo'lib ko'rinmoqda. Buning sababi nimada? HTML dasturiga maxsus ko'rsatma berilmasa, bo'sh qatorlarni e'tiborsiz qoldiradi. Chunki HTML juda talabchan dastur hisoblanadi. Hatto terminal oynasini yashirsam ham, brauzer aniq ko'rsatmalar berilmaguncha bo'sh qatorlarni e'tiborga olmaydi. Bu shuni anglatadiki, HTML faqat siz aniq aytgan buyrug'larni bajaradi. Yon turgan matnlar oldingi ko'ringanidek birlashtiriladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Bu juda oddiy. Body tegi ichiga kirib, paragraf tegini yoki qisqacha aytganda p tegini ochishni boshlaylik va davom ettiramiz. VS Code HTML teglarini boshidan va oxirigacha avtomatik to'ldirib beradi. Chunki bu ishni osonlashtirish uchun foydali hisoblanadi. Bu paragraf ichiga yoziladigan matn bu yerda yordam bermaydi. Yopuvchi tegni qo'lda o'chirib, uni yopish uchun bu yerga siljitaman va chiroyli ko'rinishi uchun xatboshini to'g'rilab qo'yaman pastda. Keling, yana bir paragrafni ko'rib chiqaylik. Buni shu yerga nusxalang va joylang. Tuzatishlarga qaramay, maqsadni tushunishga harakat qilayotgan avtomatik formatlash bilan kurashmoqdamiz. Hozir menga buni tuzatishga ruxsat bering. Zatboshi va tugadi. HTMLda boshlang'ich va tugash teglari orasida aniq va toza ko'rinishda 3 ta paragraf elementi mavjud bo'lib turibdi. 3 ta paragraf elementi p bilan belgilanadi. Nima uchun tanlangan? HTML yaratuvchilari paragraflarni to'liq yozish o'rniga qavslardan foydalanishga qaror qilishgan. Oldingi sahifaga qaytaylik. Qabul qilingan Virtual Convert oldingi veb sahifa versiyasini o'zgarishsiz saqlaydi.
Paragraphs. HTMLning yangi nusxasini olish uchun endi sahifani qayta yuklashim kerak bo'ladi. Shunda matn 3 xat boshiga to'g'ri bo'linganini aniq ko'rish uchun sahifani qayta yuklang. Biror narsa sodir bo'lishi uchun brauzerga nima qilish kerakligini aniq aytish kerak. Keling, boshqa teglarni ham ko'rib chiqaylik. Menga muharririmga qaytishga ruxsat bering. Terminal oynasini ochib, kitob yoki ilmiy maqola kabi headings. HTML yaratishga kirishamiz. Chunki bu bizga kerakli veb sahifani yasashda yordam beradi. Hujjatlarda bob, bo'lim va kichik bo'lim sarlavhalari bo'lishi mumkin. Buni HTML yordamida amalga oshirishimiz mumkin. Keling, paragraphs. HTML faylini tezda va oson headings. HTML faylimizga ko'chirib qo'yaylik. Terminal oynasini yashirib qo'yay. Sarlavhalarni o'zgartirib, nima sodir bo'lishini ko'rsatay. Endi menga ruxsat bering va oldinga qarab ixvan 1 ni yozib qo'yay va pastroqda itu 2 ni yozib qo'yay. Undan keyin ixshtir 3 ni ham yozib qo'yay. Bu yerda yangi 3 ta teg H1, H2, 3. Ta'rifga ko'ra, H1 katta va qalin. H2 sarlavhasi kichikroq, lekin hali ham qalin. Ixtir kichikroq, lekin hamon qalin. Bular standart HTML teg uslublari. Oldingi menyuga qaytaman. Yangi sarlavhalar HTML faylimni-ko irib chiqaman. Sarlavhalar HTML ustiga bosganidan so'ng uning lotin matni yanada tartibli rinadi. Bob qismlar va kichik qismlardan iborat. Brauzer endi men nimani xohlayotganimni tushunadi. Siz oddiy qilib 1.2.3 raqamlarini alohida paragrafda yozib, ularning hajmi va qalinligini oshirmasdan shunchaki yozing. Web sahifa semantikasi va tuzilishi matn muhimlik iyerarxiyasini aniq va to'g'ri ko'rsatish uchun H1, H2 kabi maxsus teglaridan foydalanadi. Matnning boshlanishi bu eng mayda tafsilotlarni anglatadi. Qidiruv tizimlari va sun'iy intellekt turli matn qismlarini aniqlay oladi. Brauzerlar, qidiruv tizimlari va sun'iy intellektga yordam beradigan ko'proq teglar mavjud. Boshqa narsani muhokama qilsak bo'ladimi? Matn bloklari o'rniga keling. Biz ma'nosiz va katta ro'yxatlarni birga ko'rib chiqaylik. HTML faylini yarating. Terminal oynasiga kirib, Hello kodini oldingi fayldan nusxalang va qadamlarni tejash uchun sarlavhani listga o'zgartiring hamda oddiy qilib foo-bar. Baz elementlaridan iborat bo'lgan 3 ta narsaning ro'yxatini yaratib tuzing. Kompyuter fanida keng qo'llaniladigan bu to'ldiruvchi so'zlar foo-bar va baz hisoblanadi. Foo-bar va baz matematikadagi Y va Z kabi standart to'ldiruvchi so'zlardir. Bu ro'yxat yaxshi ko'rinadi. Chekinish ajoyib ko'rinadi. Oldingi sahifaga qaytib, list.html ustiga bosing. Xuddi paragraflar kabi, biz bitta foo-bar baz paragrafini olamiz. Biz foo-bar va bazlarni alohida qatorlarga ajratilgan holda ko'rmaymiz. Nima uchun shunday? Brauzer bitta probeldan ortiq bo'shliqlarni e'tiborsiz qoldiradi. Qatorlar orasida iltimos menga haqiqatdan ham bo'sh joy bering. Qayta yuklashda bir nechta bo'sh joylar boshqa sahifaga qaytib, yagona bo'sh joyga aylantiriladi. Ro'yxat yaratish uchun brauzerga maxsus sintaksis orqali ko'rsating. Vaqtinchalik o'chirib, tartiblanmagan ro'yxat uchun uldan foydalaning. Bu so'zlar yonida nuqtalar hosil qiladi. Birinchi ro'yxat elementi ichida foo so'zi bilan li tegidan foydalaning. Li tegi bar bilan, keyin uchinchisi baz bilan yoziladigan. VS Code teglarni tezroq yozish uchun avtomatik to'ldiradi. Ul tegi ichida li teglari orasida foo, bar va baz bor. Qayta yuklashni bosganidan keyin bandlarni alohida ko'rsatadigan belgilangan ro'yxat chiqadi. Bu ro'yxatni qanday raqamlash mumkin? Ro'iy yaxatlar uchun raqamlarni bitta va ikkita qilib qo'lda yozish, ayniqsa vaqtda o'rtishi bilan qayta tartiblash yoki yangi elementlarni qo'shish kerak. Bu o'lganda juda zerikarli bo'ladi.
Dasturiy ta'minot bu ishda mukammal. Bu oson yechim va siz natijani taxmin qilishingiz mumkin. Belgilardan raqamlarga o'ritish uchun tartiblangan uy-ehat yaratish maqsadida boshlang'ich va yakuniy teglardagi ul nol bilan almashtiring. Shunda siz uy-ehatni ko'rsatishning yangi usulini qo'llagan bo'lasiz. Qayta yuklashni bosib, boshqa oynaga qaytganimda 1, 2 va 3 raqamlarini ko'rsatadi. Tributlar brauzerda raqamlarni arab raqamlaridan rim raqamlariga yoki boshqa maxsus belgilarga osonlik bilan o'zgartirishi mumkin. Xuddi Google Docs va Microsoft kabi MMAT muharrirlaridagi strukturali raqamlashni to'liq avtomatlashtiradi. Chunki barcha raqamlarni o'ylab o'tirmasligingiz kerak. HTML buni qila oladi. Boshqa birini ko'ramizmi? Oldin yaratilgan faylni ochib ko'raman. Tugmalar bosishni kamaytirish uchun ko'pgina fayllarni hozir yoping. Source 8 katalogidan tablihtim nomli faylni tezda nusxalab olib, uni alohida oynada jadval namoyishi uchun ochishga menga ruxsat bering, iltimos. Men bu faylning yuqori qismiga izoh yozdim. Biz ikki teskari chiziq yordamida C tilidagi izohlarni ko'rganmiz. Python izohlari panjara belgisi bilan boshlanadi. HTML sharhlarida ochiq qavs, undov belgisi va ikkita chiziqcha ishlatiladi. Sharhingizni yozing va o'z fikringizni shu yerda to'liq tugatib, ikkita chiziqcha hamda yopiq qavs bilan yakunlang. Bu tugmalar bosilishiga nima sabab bo'ladi? Dasturchilar hech kim bunday tugmalar ketma-ketligini, termasligini taxmin qilishgan. Belgilar ketma-ketligini yozish uchun sharh teglaridan foydalaning. Boshqa tillarda ko'rilganidek, belgilarni qochirish usullari mavjud. Asosiy qismga e'tibor qarataylik. Ushbu sahifa tanasining ichida nima bor? Jadvallar elektron jadvallardagi yoki ma'lumotlar bazasidagi jadval ma'lumotlarini ifodalaydi. Jadval qatori, ya'ni tabli row degan ma'noni, TD jadval ma'lumotlarini yoki boshqa qilib aytsak tabli data degan ma'noni anglatadi. Jadval qatori chapdan o'ngga qarab jadval katakchalari kabi 3 ustun hosil qiluvchi 3 ma'lumot elementini shu qatorda joylashgan tarzda o'z ichiga oladi. Jadval qatorida 3 kichik katakcha mavjuddir. 5, 6 raqamlari, keyin 7, 8, 9 raqamlari, so'ng yulduzcha, 0 va panjara belgisi. Bu qayerga olib boradi? Telefon tugmalarini tasavvur qilganda, raqamlar uyali telefonlar yoki statsionar telefonlardagi kabi qator va ustunlarda joylashgan. Keling, buni ochib ko'ramiz. Oldingi sahifaga qaytaman. Tablihtim telefon tugmalariga o'xshab joylashtirilgan jadval ma'lumotlarini ko'rsatadi va bu unchalik chiroyli ko'rinmasa-da, brauzerimda buyruq tugmasini bosib kattalashtirish orqali ko'rishim mumkin. Google Sheets yoki Excel kabi bulutli jadvallarni yaratishda juda ko'p ma'lumotlar bazasidagi jadval ma'lumotlaridan haqiqatda samarali va oson tarzda foydalanish mumkin. Bu brauzerlar ichida ma'lumotlar qanday tashkil etilganini ko'rsatadi. Ular jadval teglari bilan HTML dan foydalanadi. Ular tirtiq va tabiiy teglaridan foydalanishi mumkin. Chunki bugungi kunda yanada murakkab usullarni ham qo'llashmoqda albatta. Keling, matndan o'tamiz. VS Code'iga qaytsam, jadvalni yopib, rasm bilan ishlaymiz. Keling, oldin foydalangan ko'prik rasmining P versiyasi bo'lgan Bridgeping faylini, ya'ni ko'prik tasvirining portativ tarmoq grafik formatidagi versiyasini ochaman. PNG formati B formatiga qaraganda internetda ko'proq tarqalgan brauzerlar tomonidan yaxshiroq qo'llab-quvvatlanadi. Chunki u keng miqyosda ishlatiladi. Rasm formatlari PNG, GIF, JPEG va boshqalarni o'z ichiga oladi. Men ko'chma tarmoq grafikasini afzal ko'raman. Tayyormizmi? Keling, bu rasmni o'z ichiga olgan veb sahifa yaratamiz. Men bu rasmni veb sahifaga joylashtirmayapman. Keling, boshlaymiz. Bu tabni yop. Image.xml faylini oching. Menga Hello World
Misolimni nusxalashga ruxsat bering. Sarlavhani imagiga o'zgartiring va sahifa matniga Garvard universiteti rasmini qo'shing. Menga kvadrat qavsli imdan foydalanishga ruxsat bering. Manba Bridgepingga teng. Bu holatda yangi elementlar paydo bo'lmoqda. Bizda rasm uchun im tegi mavjud. Nega iming yozish imag so'zidan ko'ra tezroq va manba yana bir xususiyatni anglatadi. Biz lang attributi inga tengligini ko'rdik. Rasm tegi, ya'ni imag elementi hujjatlarga qarasangiz yoki meni hozir tinglasangiz, source attributiga ega bo'lib qisqartirilgan holda source deb nomlanadi. Sahifada ko'rsatish uchun rasm manbasini ko'rsating. Rasm tegida yopuvchi teg yo'q. Ammo bu yerda biroz boshqacha, men yozgan teg oxirida tugallanmagan. Men buni qila olardim, lekin ochuvchi qavsdan keyin rasm. Bu ortiqcha va texnologik jihatdan chalkash tuyuladi. Ayrim teglar yopuvchi tegsiz, bo'sh bo'lishi mumkin va bu tabiiy. Rasmlar bunga misol, head, titli va body teglaridan farqli ravishda ularga boshlanish va tugash teglari kerak. Rasm yo bor, yo yo'q. Rasmlarni to'satdan ko'rsatish yoki to'xtatib qo'yib bo'lmaydi. Ayrim boshlanish teglari tugash teglarini talab qilmaydi. Rasmlar misol lardir. Endi agar jadvalimga qaytib borib, direktoriya indeksda orqaga qaraganimda ping va imagextml sahifalari mavjud. Imagextml tugmasini bosish rasmni to'g'ridan to'g'ri ko'rish kabi ko'rinadi. Bu yuqori aniqlikdagi fotosuratdir. Web sahifa ichida joylashgan rasmni o'lchamini hech qanday tarzda o'zgartirmasdan to'liq ko'rsatadi. Menga buni kichraytirish uchun usullar kerak bo'ladi. Biz CSS ga keyinroq qaytamiz. Boshqa til bu muammoni hal qiladi. Noto'g'ri ketishi mumkin. Agar men ko'prik so'zini xato yozib, sahifani qayta yuklab olsam, bu bosma, xato va bu buzilgan belgi webda paydo bo'ladi. Rasm faylini topa olmaganligi sababli 404 xatoligi yuz berganda rasmlar buzilishi mumkin. Keling, foydalanuvchiga yordam berish uchun muqobil sifatida alt attributini qo'shaman va rasmga Harvard universiteti deb aniq yozib qo'yaman. Rasm ko'rsatilmagan paytda uning o'rniga tushuntiruvchi matn ko'rsatilsin. Agar kimdir ko'zi ojiz bo'lsa yoki web sahifa mazmunini eshitish uchun ekran o'quvchidan foydalansa, alt attributi qiymatlari ekran o'quvchilari tomonidan o'qilishi mumkin. Bu ko'rish imkoniyati cheklangan foydalanuvchilarga web sahifalardagi rasm mazmunini tushunishga imkon beradi. Qaytib borganda, endi bu bosma xato barcha foydalanuvchilarga ko'rinadi. Ekran o'quvchili va ekran o'quvchisiz. Xatolar tuzatilgandan va qayta yuklangandan keyin ham, agar kimdir rasmni ko'ra olsa, ular ko'rishadi. Ekran o'quvchi dasturidan foydalanish ingliz yoki boshqa inson tilida web sahifalarni mazmunni aniq va tushunarli tasvirlab berish orqali qulayroq qilishga yordam beradi. Teglarda butun bir yoki ikkita attribut bo'lishi mumkin. Qanday boshqa media turlari mavjud? Keling, men sizga onlayn o'rganishingiz mumkin bo'lgan yana bir variantni ko'rsatib o'taman. Source 8 papkasida men yaratgan videoxtml va videomp 4 fayllari mavjud. Oldindan yozib qo'ygan videoxtml faylini ochganda HTML texnikalari haqidagi maxsus tayyorlangan sahifa ochiladi. Hozircha bizda faqat teglar va attributlar mavjud, asosan undan ko'p narsa qo'shilmagan. HTML video teglari kamida ikkita asosiy va muhim bo'lgan controls va mutate attributlarni o'z ichiga oladi. Albatta, controls attributi ijro etish, to'xtatish va boshqa media tugmalarini ko'rsatadi. Ovoz o'chirilgan mutate attributi bezovta qiluvchi reklamalarning avtomat ijrosiga qarshi zamonaviy brauzerlar himoyasi tufayli ovozni standart ravishda o'chiradi. Videolar foydalanuvchilarga xalaqit bermasdan avtomat ijro etilishi mumkin.
ovoz balandligini o'chirib qo'yishingiz mumkin. Ba'zi atributlar qiymat talab qilmaydi. Ma'lumotlarni belgilash uchun tenglik belgisi va qo'rish tirnoqlar ba'zan zarur bo'riladi. Ushbu sahifadagi til ingliz tilidir. Ba'zi muhim atributlar qiymatlarni talab qilmasligi mumkin. Siz Python tilidagi kabi bir qator tirnoq, qo'sh tirnoq yoki tirnoqsiz yozishingiz mumkin. Lekin izchillik uchun qo'sh tirnoqlar tavsiya etiladi. Source tegi video tegi ichida joylashgan bo'lib, bu asosiy manba hisoblanadi. Video elementlari video manbasi va formatini ko'rsatuvchi asli va tipi atributlariga ega bo'lib, foydalanuvchiga qanday turdagi videoni ijro etmoqchi ekanligini bildiradi. O'sha media sahifasini ovoz yoqilgan holda ochib, ko'rib o'rganib qilgan ishlarimni ijro etishingiz mumkin. Keling, internetni yanada interaktiv qilaylik. Keling, bu misolni yakunlayman. Keling, veb sahifalar uchun giperhavolalar yaratish uchun Linktiml nomli yangi faylni ochib, internetning asosini tashkil etadigan bosish mumkin bo'lgan havolalarni yaratishni boshlayman. Keling, Hello World kodimni Linktiml ichiga nusxalayman. Keling, sarlavhani havola deb o'zgartiraman. Harvard rasmiga havola bo'lgan sahifa yaratib, uni imagehtml deb nomlang va haqiqiy rasmni sahifaga joylashtiring. Harvardga tashrif buyuring va o'z bilimingizni sinab ko'ring. Bu matn shuning uchun qiziq emas. Keling, tasdiqlaylik. Orqaga qaytaman. Havola mavjud bo'lmagan Linktiml fayliga o'ting. Harvardni bosish hech qanday javob bermaydi. Havola qiling. Nimani havola qilish kerak? Harvard veb saytiga havola o'rniga Harvardning rasmi bor. Nisbiy sahifaga qanday havola qilinadi? Keling, yangi havola tegini, qisqacha deb ataladigan tegni ochib ko'ramiz. Havola manzili uchun href atributidan, ya'ni giper havoladan foydalaning. Qo'sh tirnoq qo'yib, imagehtml deb yozib, keyin berkitib qo'ying va teg yoping. VS Code yordam berishga harakat qiladi, lekin ba'zida maqsadni tushunmay qoladi. Men yakunlovchi tegni o'chiraman. Kursorni oxiriga o'tkazaman. Uni joylashtiraman va muvozanat uchun nuqta qo'yaman. Bu veb sahifalarni gipermurojaat qilishning boshlanishi hisoblanadi. Qayta yuklash tugmasini bosganingizdan so'ng boshqa oynaga o'tib, tanish tagiga chizilgan matn havola ekanligini ko'rsatadi. Chrome brauzerining pastki chap burchagida havolaning ustiga sichqonchani olib borganda, u imagehtmlga olib borishini ko'rsatadi. Harvardni bosish orqali men asl imagehtml sahifasiga qaytaman va brauzerimda ko'rsatilgan URL manzili Linktimldan imagehtml formatiga to'liq o'zgaradi. Nisbiy havola bitta veb sayt ichidagi bir sahifani boshqasiga bog'laydi. Ular bir xil papkada joylashgan, shuning uchun papka nomlarini ko'rsatish shart emas. Server men xohlagan narsani biladi. Bu havola Harvard veb saytiga o'xshagan tashqi URL manzilga qanday havola qo'yish mumkin? Men buni qila olaman. Men href atributi qiymatini Harvard.edu ga o'zgartira olaman. Bu ishlamaydi. Veb sahifadagi href qiymatlari aniqlangan protokollar bilan to'liq ishlaydigan va haqiqiy URL manzillardan iborat bo'lishi kerak. Men Harvard veb saytiga tashrif buyuraman. Ketma-ket chiziqni kiritaman va bir xil protokoldan foydalanganda protokolni tushirib qoldirishim mumkin. Harvard edu URL manzilini shu yerga joylashtirib qo'yaman. Rasm ilovasiga o'tish. Havola ilovasiga qaytish. Brauzerdagi so'nggi HTMLni olish uchun sahifani qayta yuklayman. Sichqoncha bilan pastki burchakdagi juda nozik ustiga borganda, brauzer Harvard.edu havolasini ko'rsatadi. Bu avval ko'rilgan tanish o'rmon sahifasiga olib boradi. Bu tashqi havola veb sahifada joylashtirilgan nisbiy havola emas. Keling, dasturchi vositalarining yana bir xususiyatini ochib beray. Men brauzer va server o'rtasida veb sahifalarni uzatuvchi HTTP protokolini o'rganish uchun dasturchi vositalarni ochdim.
Men o'z sahifamda sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, dasturchi vositalarining boshqa xususiyatidan foydalanaman. Men tekshirishni bosaman. Tekshirish mantiqan to'g'ri, chunki u veb sahifani bevosita ko'rib chiqadi. Uchburchaklarga bosish Chrome'da ushbu veb sahifani tashkil etuvchi barcha yashirin va asosiy HTML elementlarini ko'rsatadigan Elements bo'limini ochadi. Bu sahifaning asosiy tarkibiy qismlarini chap tomonda ko'rish imkonini beradi. Element ochilish va yopilish teglari orasidagi hamma narsani o'z ichiga oladi. Qator uzilishlari bilan manba kodining chop etilgan versiyasini ko'rish. Body tegi ichidagi asosiy va qo'shimcha matn hamda barcha havolalar yaxshilab joylashtirilgan. Chrome'da elementlar ustiga sichqonchani olib borganingda, dasturchi sifatida ishimizni osonlashtirish uchun sahifada tegishli HTML ko'k rangda ajratib ko'rsatiladi va bu juda foydali. Agar men tanani tepasiga sichqonchani olib borsam, butun tanani ko'raman. Bu mening veb sahifam va u juda chiroyli qilib chop etilgan. Ichki oynani yopish yoki o'ng tugmani bosish sahifa manbasini ko'rishda kodni ko'rsatadi. Sahifa manbasini ko'rish serverdan qabul qilingan kodni aynan ko'rsatadi. Kod chiroyli tartibga solingan. Developer Tools sahifa bilan dinamik tarzda ishlash imkonini beradi. Statik versiyalardan farqli ravishda. Keling, tekshirish tugmasini yana bir bor bosib, kuzatib turamiz. Developer Tools yordamida sahifadagi istalgan matnni 2 marta bosib, hatto terminal oynasiga qaytmasdan ham men bu yerda tekshirib ko'rishim mumkin va uni real vaqtda tahrirlash mumkin. Masalan, Harvardni Harvard universitetiga o'zgartirib, Commenter tugmasini bosish orqali sahifa tarkibini yangilash mumkin. Brauzerda veb sahifaning nusxasini o'zgartirish serverning asl faylini o'zgartirmaydi. Chunki brauzer faqat mahalliy versiyani saqlaydi va bu qiziq holat shuni aniq ko'rsatadiki, server tomonidan yuborilgan veb sahifani brauzer yuklab olgandan so'ng Virtual Convertda joylashgan Linkhtml faylining asl versiyasini o'z xotirasida saqlaydi. Brauzer serverdan ma'lumotlarni qabul qiladi. Bu xususiyatni zarar yetkazmay sinab ko'rishimiz mumkin. Harvard kollejining qabul sahifasini ko'rsatib, quyidagi reklamaga o'taman. Harvardni nima o'zgacha qiladi? Bu sahifaning HTML tuzilishini ko'rish uchun bir nechta usullar mavjud. O'ng tugmani bosib, sahifa manbasini ko'rish avval yozilganidan ko'ra murakkabroq kodni ko'rsatadi. Bu Harvard universitetining qabul veb saytidagi HTML kodini ko'rib chiqishni ko'rsatadi. Bu teglar va atributlarning tartibini kuzatib boradi. Tekshirish elementlari oynasini ochish, tez aylantirish paytida ham bir xil tarkibni ko'rsatadi. U o'rganish uchun barcha tarkibni formatlangan ko'rinishda ko'rsatadi. Siz istalgan sahifa bo'limini bosib, qirl tugmasi yoki 2 barmoq yordamida tekshirishni tanlashingiz mumkin. Brauzerlar, ayniqsa Chrome va boshqa brauzerlar xotiradagi sahifa qismiga mos keladigan maxsus HTML ga o'tadi. Men bundan xulosa chiqara olaman. Bu veb sahifa qanday yaratilgan? HTML qanday tuzilgan? Bu yerda hamma div teglarini diqqat bilan kuzating. Ba'zi bo'lim teglari tanish. Bu yerda xtu tegi bor. Harvard nega xtu tegidan foydalanadi? Quyida tartibsiz ro'yxat bor. E'tibor bering. Biz odamlarni Yale universitetiga borishga undashimiz mumkin edi. Veb-saytda Yale'ni ko'rsatish uchun Elements bo'limida Harvardni Yale'ga o'zgartiraman va Enter tugmasini bosaman. Keyin birdan veb-sayt o'zgarib ketadi. Mahalliy nusxani o'zgartirish serverga ta'sir qilmaydi. Chunki qayta yuklash serverdagi yangi ma'lumotlarni oladi. Qiymat nima? Pedagogik jihatdan dasturchi vositalari veb-sayt tuzilishini tushunishga yordam beradi va ishlab chiqish maqsadlarida takrorlanishi mumkin. Dasturlovchi vositalarida o'zgarishlarni HTML da joriy qilishdan oldin dizaynlar eskizini tayyorlash va ko'rib chiqish
ko'pincha ancha tezroq va qulay bo'ladi. Takrorlash tezroq va potensial muammolarni aniqlashga yordam beradi. Bu yerda xavf mavjud. Ruxsat bering, bu yorliqni yopib, LinkedIn'ning ishchimligiga qaytaman. Phishing hujumlari odatda faqat HTML orqali real dunyoda sizga tanish bo'lgan xavfli va zararli hujumlar sifatida sodir bo'ladi. Xatlari bu foydalanuvchilarni shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlaydigan soxta veb-saytlarga havola qilishga undovchi HTML formatidagi spam xatlardir. Bu xavfli yoki shubhali elektron pochta, mail va o'tlu kabi dasturlarda kredit karta ma'lumotlari, nolovchi parollarni o'g'irlashga harakat qiladi. Ranglar, rasmlar va formatlash bilan elektron pochta HTMLdan foydalanadi. HTML veb sahifalar, mobil ilovalar va elektron pochtalarda qo'llaniladi. Bu foydalanuvchilarni aldashni osonlashtiradi. Agar men ushbu Harvard havolasining xref iniyali eduga o'zgartirsam, dasturchi vositalarini yopib, haqiqiy brauzerimga qaytib, sahifani qayta yuklaganimda, sahifada Harvardga tashrif buyuring degan oddiy yozuv ko'rinadi. Bu havolaning ustiga kompyuter sichqonchasini olib borish hozir yali. Edu ta'lim saytiga to'g'ridan to'g'ri olib boradi. Agar men shunday qilsam, yali Edu saytiga kirib qolaman. Talaba bir joydan boshqa joyga o'tadi. Veb-sayt, bank yoki PayPal kabi qonuniy saytlarga o'xshatib yaratilishi mumkin. Lekin odatda foydalanuvchilar brauzerning pastki chap burchagidagi manzillarini kamdan kam tekshirishadi. Foydalanuvchilar aldanib sahifalarga kirishlari va shakllarni to'ldirib qo'yishlari mumkin. Biz buni bunday xatti-harakatlarni aniqlashga yordam berish uchun o'rgatamiz, uni qo'llab-quvvatlash uchun emas. Shubhali havolalar ustida sichqonchani harakatlantirib, onlayn tahdidlar qanchalik oson bo'lishi mumkinligini va bugungi kunda internetda ko'plab xavflar mavjudligini bilib oling. Bu asosiy tamoyillarga borib taqaladi. Biz hali dinamik tarzda hech narsa qilganimiz yo'q. Hozirgacha yaratilgan veb sahifalar statik bo'lib, qayta yuklanishi mumkin bo'lgan oldindan tayyorlangan tarkibga ega. Kerak bo'lganda qayta yuklang. U serverdan doimo bir xil ko'rinadi. Keling, URL manzillar statik va dinamik kontentni qanday uzatishini ko'rib chiqamiz. URL manzillar papka nomlari va fayl nomlari bilan birga so'roq belgisidan keyin teng belgisi bilan ajratilgan kalit qiymat juftliklarini o'z ichiga olishi mumkin. Kalit qiymat juftliklari hamma joyda eng so'nggi paytlarda lug'atlarda paydo bo'ladi va ushbu holda brauzerdan serverga kiritish uchun standart formatni ta'minlaydi. Ma'lumotlar formalar orqali teriladi. Yangi oyna ochaman. Google bosh sahifasiga o'tib, odatda brauzerim bilan birga kelmaydigan sahifaga kirib, mushuklar deb yozaman. Avtomatik to'ldirishga e'tibor bermay, URL manzilini kiritaman va ta'kidlayman. Sahifa yuqorisidagi yoqimli mushuklar bizni bir lahza chalg'itishi mumkin. Lekin uzun URL manzilga qarasak, uning aksariyat qismlarini faqat Google xodimlari tushunadi. URL mohiyatdan tashqari hamma narsani butunlay o'chirib tashlayman, chunki bu kerak emas. Brauzerimning yuqori qismida faqatgina Xtipski Google Common Search qidiruv yo'li qoldi. So'roq belgisi mushuklarga teng. 1999-yilda Larry va Sergey Google'ning birinchi qidiruv sahifasini yaratganlarida foydalanuvchilar so'zlarni kiritishi va qidiruv serverlariga so'rovlar yuborishi mumkin bo'lgan oddiyroq matn maydoniga ega edilar. Bu matn maydoni hozirgi zamonaviy dizayndan farqli ravishda juda sodda ko'rinishga ega edi va foydalanuvchi Enter tugmasini bosganida qisqacha Q deb nomlanadigan so'rov avtomatik ravishda serverga yuborilardi. Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni standart formatda qabul qiling.
Parametrlarni funksiyalarda ampersand bilan ajratish mumkin bo'lib, agar bir nechta bunday parametrlar mavjud bo'lsa, ularni belgilab o'tish kerak va bu haqiqatdan ham mantiqiy yondashuvdir. Savol belgisi serverga htp parametrlari yoki kalit qiymat juftliklari kelishini bildiradi. Enter tugmasini bosish bir xil qidiruv natijalarini beradi. URL kuzatuv ma'lumotlari Google'ga qidiruv so'rovlari va bosilgan havolalarni kuzatish imkonini beradi. URL savol belgisi qit'eng katsga qisqartiriladi va aslida shunday holga keltiriladi. Qidiruv natijalari foydalanuvchi ma'lumotlarini ushbu sahifaga beradi. Va buning qiziq tomoni shundaki, bu yerda kanonik urlar ampersand belgisi bilan ajratilgan kalit qiymat juftliklarini o'z ichiga oladi. Men Google'ning o'z versiyamni yarata olaman. Buni qanday qilishim mumkin? HTML mavzusi shu bilan yakunlanadi. Boshqa ko'plab teglar va atributlar mavjud, lekin ularni qo'llanmalar yoki ma'lumotnomalardan o'rganish mumkin. Teglar va atributlar shu umumiy tuzilishga amal qiladi. Men bu bilimlar yordamida narsalarni dinamik qilmoqchiman. VS Code'ga qaytaman. Searchtml sahifasini yarataman. Salom dunyo kodini nusxalab, sarlavhani qidiruvga o'zgartiraman. Forum tegi yordamida o'zimning maxsus shaklimni yaratishni boshlashim kerak. Va bunda men chiroyli formani to'g'ridan to'g'ri yarataman. Forma elementi ichidagi yopish tegi ku kiritish maydonini yarating va shu forma elementi ichiga qo'shimcha ravishda bir dona yuborish tugmasini to'g'ri tartibda qo'shing. Natijani ko'rib chiqaylik. Katalog ro'yxatiga qaytib, mening boshqa oynadan keyin juda oddiy bo'lgan searchtml tugmasini bosaman. Matn maydoni va yuborish tugmasi asosiy veb forma interfeysini tashkil qiladi. Bu formaga o'xshaydi. Agar men cat so'zini yozib submit tugmasini bossam, hech narsa bo'lmaydi. Submit tugmasi bosilganda va men o'z manzilimga kirganimda, yuqori qismda searchtml manzilida-ku parametri avtomatik cat qiymatiga teng bo'lib, brauzer tomonidan qo'shiladi. Faylga ko'proq ma'lumot qo'shay. Matn maydonlari odatda text turini ishlatadi va shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, bu standart holatdir. Buni qidiruv maydoniga aylantiring. Brauzerni qayta yuklang. Bu nozik. Mushuklar so'zini yozish matn maydonini endi tozalash uchun foydalanuvchiga qulay belgisini ko'rsatadi. Bu maydon oddiy matndan qidiruv maydoniga o'zgardi. Bu yerda bu xususiyat foydali. Men identifikatorni taqdim etishni xohlamayman. Bu Google tugmamga o'xshaydi. Submit tegining asosiy kiritish qiymatini endi men tezda Google qidiruvga o'zgartirmoqchiman. Sahifa qayta yuklangandan so'ng Google qidiruv tugmasi paydo bo'ladi. Aniqroq tushuntiraman. Ushbu formani yuborishda get metodidan foydalaning. An'anaviy ravishda bu yerda kichik harflar ishlatiladi. Garchi HTTP protokoli uni konvert ichida katta harflar bilan yozsa ham, mayli shunday bo'la qolsin. Get standart hisoblanadi. Shuning uchun u bizga kerak emas. Men harakat qo'shmoqchiman. Shakl topshirilganda qanday harakat qilish kerak? Menda backend yoki ma'lumotlar bazasi yo'q. Men hech qachon internetni qidirmaganman, lekin Google qidirgan. Google serverlaridan foydalanib, navbatni qidirishga ruxsat bering. Harakat qiymatini ispiyski Google.com searchga o'zgartiring. So'rov belgisidan oldingi boshlang'ich URL manzil. Qidiruv tabini qayta yuklayman. Hech qanday vizual o'zgarish sodir bo'lmayapti. Mushuklar so'zini kiritib, yangi va takomillashtirilgan qidiruv tugmasini bosganingizda, Google'da qidiruv amalga oshirilgandan so'ng mening veb sahifamdan Google.com'da mushuklar bo'yicha URL va sahifa tarkibidagi o'zgarishlarni kuzating.
Git usuli va Google URL manzilidan foydalangan holda ishchimil shakllardan foydalanib, chunki bu ishchimil shakllarning tabiiy ishlash prinsipi hisoblanadi. Brauzer qidiruv maydonidagi kiritilgan barcha qiymatlarni navbat parametri sifatida o'z ichiga olgan yangi URL manzilni to'g'ri tartibda shakllantiradi va qayta ishlaydi. Navbat so'zini qidirganda natijada itlar ko'rsatiladi. Endi men URL tuzilishi va funksiyasini tushundim. CHTMLga qaytib, biz formani takomillashtira olamiz. Mushuklar so'zini yozganda avtomatik to'ldirish shu so'zni taklif qildi. U yerda paqillagan ovoz eshitildi. Avtomatik to'ldirishni o'chirish uchun atribut mavjud. Avtomatik to'ldirish o'chirilgan. Bu brauzer qidiruv tarixini o'chiradi. Men buni qila olaman. Qidiruv sahifasini qayta yuklash tugmasini bosganingizda klaviaturaga tegmasdan maydon va tugma qoladi, lekin kursor yo'qoladi. Miltillovchi kursorni ko'rish uchun kursorni maydonga qaratishim kerak. Bu eng yaxshi foydalanuvchi tajribasi emas. Foydalanuvchilarni nima uchun kursorni ma'lum bir joyga ko'chirishga majburlash kerak? Buni qanday tuzatsa bo'ladi? Qidiruv maydoniga qiymat bo'lmaganda avtomatik fokuslashni qo'shing. Sahifa qayta yuklanganida hatto sichqonchani bosmasdan ham matn maydoni belgilanib turadi va miltillaydi. Chunki unga fokus berilgan holda. Bu matn maydoni nima? O'q, maydon, hujjatlarda yoki men bu yerda aytayotgan so'zlarimda input teglarida query kabi istalgan matnni o'z ichiga olgan placeholder atributlari bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Sahifa qayta yuklanganida maydonda kulrang matn aniq va tushunarli ko'rsatmalar sifatida paydo bo'ladi. Va men yozishni boshlagan paytimda bu tushuntiruvchi matn darrov yo'qoladi. Bu xususiyat brauzerlar ichida mavjud. Kimdir to'g'ri HTML teglari va atributlaridan foydalangan. Men buni ataylab qildim. Men atributlarni chapdan o'ngga qarab ko'rib chiqish va tushirib qoldirilgan elementlarni tekshirish uchun alifbo tartibida joylashtirdim. Bu atributlar uchun rasmiy tartib mavjud emas. Ularni chap yoki o'ng tomonga joylashtiring. Ularni alifbo tartibida saralash shart emas, lekin bu mening afzal ko'rgan uslubim. Keling, HTML va Python kabi boshqa dasturlash tillarida mavjud bo'lgan xususiyatni tanishtirish uchun shakllarni ko'rib chiqaylik. Apache web sahifasini yaratish uchun yangi registrxtun nomli faylni yaratishimiz kerak bo'ladi. Va men tasavvur qilaylik biror narsa uchun, masalan, veb-sayt yoki sport mashg'ulotlari uchun ro'yxatdan o'tish sahifasini yaratmoqchimiz. Keyin qidiruvni registr qilgan nusxalab ko'chirib qo'yishimiz, sarlavhani registrga o'zgartirishimiz va shaklni olib tashlashimiz kerak. Keling, kompyuterni yopib, oddiy ro'yxatdan o'tish shaklini birgalikda yaratamiz. Google'dan farqli o'laroq, men buni yubormayman. Bu keyingi maqsad bo'ladi. Avtomatik to'ldirishni o'chirib va avtofokusni yoqib qo'ygan holda kiritish maydonini yarating, chunki faqat bitta maydon avtofokusga ega bo'lishi kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun elektron pochta manzilini ko'rsatib, o'tishimga ruxsat bering. Joy tutgich matni elektron pochta bo'ladi va maydon turi matn bo'lib, foydalanuvchilar nima yozishni bilishadi. Yuborish tugmasini qo'shing. Yuborish tugmasi turli xil ko'rinishlarda bo'lib, ro'yxatdan o'tish yorlig'i bilan HTML tugma elementi orqali ifodalanishi mumkin. Tugmalarni amalga oshirishning turli usullari mavjud. Mana yana bir usul. Boshqa yorliqlarga qaytaman. Direktoriya indeksiga qaytib, registr. Xtim ustiga bosaylik. Qidiruv shaklining ruhiga o'xshash. Ro'yxatdan o'tish tugmasi elektron pochtada so'ralgan. Men bu yerga istalgan narsani kiritishim mumkin. Agar e'tibor bermasam, ismimni yozib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosaman. URL o'zgarganini ko'ring. Email Davidga teng bo'lgani uchun shakl yuborildi. Lekin brauzer noto'g'ri email manzilini rad etishi kerak edi.
Bu shaklni topshirish hali ruxsat etilmagan. Matn maydonlari har qanday turdagi matn kiritishni qabul qiladi. Shakllarni Microsoft Office va Google Formsda osongina bu kabi dasturlarda tekshirish mumkin. Buni HTMLda qilishimiz mumkin. Buni bir necha usulda amalga oshirishimiz mumkin. Men HTMLga qaytib borib, ushbu kiritish maydonining turini elektronli pochtaga o'zgartiraman. Matn emas, qidiruv ham emas. Brauzer endi buni qo'llab-quvvatlanadigan kirish turi sifatida tan oladi. Yuborishdan oldin elektron pochta formatini tekshiring. Faqat ismni kiritib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganingizda brauzer xato xabarini ko'rsatadi. Kalqib chiquvchi xabar elektron pochta manzillarida belgisini talab qiladi. Elektron pochta manzilini xatoni tuzatish kerak. mailin@harvard. Edu manzilini to'g'ri yozish zarur. Xato bartaraf qilindi. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosish URL manzilini o'zgartiradi. Bu esa shakl yuborilganini tasdiqlaydi. Elektron pochta qidiruv va matn bilan birga tekshirish mumkin bo'lgan kam sonli maydon turlaridan biridir. Ammo boshqa maydonlarni ham tekshirish imkoniyati mavjud ekan. Brauzerlar endi HTML kontekstida bu katta muammoni hal qilish uchun muntazam ifodalarni qo'llab-quvvatlaydi. Muntazam ifoda yoki regix bu foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni qisqa qilib aytganda muayyan mezonlarga moslashtirib tekshiradigan va shablonlarga mos kelishini ta'minlaydigan foydali andozadir. Hujjatlar Pythonning qo'llanmasida va boshqa manbalarda onlayn mavjud. Bu imkoniyatlar hozirgi kunda yuqori darajali dasturlash va HTML kontekstida juda keng tarqalgan holatda ishlatilmoqda. Muntazam ifodalarning belgilar tizimi. Biz til ichida emasmiz. Bu naqshlarni ifodalash usulidir. Matnda nuqta muntazam ifodani bildiradi. Xohlagan belgi, ko'ra belgi, istalgan belgi bo'lishi mumkin. Yulduzcha belgining 0 yoki undan ko'p marta takrorlanishini bildiradi. Ya'ni belgining umuman yo'qligi, 1, 2 yoki undan ko'p marta uchrashuvi, 1 yoki undan ko'p belgilarni ifodalash uchun plus belgisidan foydalaning. 0 yoki bitta belgi so'roq belgisi bilan ifodalanishi mumkin. Belgilar takrorlanishi va oraliqlarini ko'rsatish uchun jingalak qavslardan foydalanishingiz mumkin. Belgilarning minimal va maksimal uzunligini qanday o'rnatish mumkin? Boshqa narsalarni ham qilishingiz mumkin. Kvadrat qavslar 0 dan 9 gacha bo'lgan istalgan raqamni, shuningdek boshqa belgilangan belgilarni o'z ichiga olishi mumkin. 0 dan 9 gacha barcha raqamlarni yozmasdan raqamlar oralig'ini belgilaydi. Istalgan raqamni ko'rsatish uchun chiziqcha va teskarisiga D belgisini yozishingiz mumkin. Raqam bo'lmagan barcha belgilar id bilan ifodalanadi. Qisqacha aytganda, insonlar turli tillarda sxemalarni va murakkab tushunchalarni ifodalash uchun o'zlariga xos belgilar tizimini yaratgan va ishlatib kelgan. Men o'zimning elektron pochta manzili namunasini yaratishim mumkin, ammo brauzerlarning namunalari yaxshiroq. Keling VS Code'iga qaytaman. Elektron pochta turini ishlatish o'rniga matn turini ishlataman yoki butunlay olib tashlayman. Pattern bo'sh qo'shtirnoqqa teng bo'lib, biz hali ko'rmagan bir xususiyatni ishlatamiz. Naqshlar ichida muntazam ifodalar va belgilar qabul qilinadigan barcha qiymatlarni aniq belgilaydi. Men buni oddiy va uncha yaxshi bo'lmagan holda qoldiraman. Nuqta har qanday belgini anglatadi. +1 yoki undan ortiq belgini anglatadi. Aylanali belgisi aylanali belgisini anglatadi. Nuqta har qanday belgini ifodalaydi. Plus har qanday belgining 1 yoki undan ko'p miqdorini anglatadi. Teskari chiziq nuqta edu. Bu qanday sodir bo'lyapti? Agar foydalanuvchi kiritgan ma'lumotda nuqta qo'ymoqchi bo'lsam, men nuqtani ishlatmayman, chunki u har qanday belgini ifodalaydi. Bu universal belgidir. C va Python kabi tillarda belgilar oldidan maxsus belgi qo'yilishi kerak. Muntazam ifodalar bilan nuqta oldiga teskari chiziq qo'yilsa, nuqtaning o'zi aniq va to'g'ri tarzda hisoblanadi.
va edu foydalanuvchining elektron pochta manzili edu bilan tugashini ta'minlaydi. Elektron pochta manzillari ad belgisidan oldin va keyin hamma ixtiyoriy belgilarga to'liq ruxsat bermaydi. Chunki bu holatda undan keyin albatta .edu kelishi qat'iy shart. Bu rasmiy ravishda belgilangan. Ushbu muntazam ifoda elektron pochta manzillarini tez tekshiradi. Ro'yxatdan o'tish sahifasida David va noto'g'ri elektron pochta manzilini kiritganda, brauzer sahifani qayta yuklagandan keyin avtomatik ravishda shablon tekshiruvi tufayli forma yuborilishini oldini oladi. Biz turli xil namunalarni ifodalay olamiz. Elektron pochta kompyuterlarda qanday ifodalanadi? Elektron pochta manzilining rasmiy ta'rifini regular ifoda sifatida ko'rib chiqish. Elektron pochta manzillari murakkab belgilar ketma-ketligidan iborat bo'lib, brauzerlar tomonidan ko'rsatilganidek turli xil maxsus va oddiy belgilarni o'z ichiga olgan ularning murakkab namuna ta'rifini ko'rsatadi. Tur emailga teng qilib ishlatiladi. Albatta yaxshiroq tanlov. Keling, mantiqiyroq narsa qilaman. Keling, Visual Studio Code muharririga qaytib, placeholderni telefonga va formatni akush telefon raqami formatiga o'zgartirib, foydalanuvchidan elektron pochta o'rniga telefon raqamini so'raymiz. Teskari chiziq D va jingalak qavslarni 3 marta. Chiziqcha, teskari chiziq D va jingalak qavslarni 3 marta. Chiziqcha, teskari chiziq D va jingalak qavslarni 4 marta ishlating. Bu akush telefon raqami formatini bildiradi. 3 raqam, chiziqcha 3 raqam, chiziqcha 4 raqam. Bu foydalanuvchilarning telefon raqamlarini belgilangan namunalarga muvofiq kiritishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilardan chiziqchalarni kiritishni talab qilish qulay usulmi? Ularni kiritmaslik yaxshiroq bo'larmidi? Bunday qilishning qavslardan foydalangan holda yaxshiroq usullari mavjud. Veb sahifalar va boshqa dasturlash tillari muntazam ifodalarni qo'llab-quvvatlaydi. Ular amaliy hayotda juda foydali hisoblanadi, ammo bu yerda ma'lum potensial xavflar ham mavjud bo'lishi mumkin. Agar bu yaroqsiz raqamlarni aniqlasa ham, ro'yxatdan o'tish moslashgan formatni talab qiladi. Afsuski, bu namunalar men kiritgan narsalardir. Veb dasturchilari hech qachon foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarga ishonmasligi kerak. Nega? Yaroqsiz ma'lumotlar, masalan, ism o'rniga elektron pochta yoki telefon raqami kiritilishining oldini oluvchi yagona to'siq brauzerga yuklab olingan koddir. Foydalanuvchilar brauzerning dasturchi asboblarini ochib, sayt tarkibidan tashqari sahifa manbalarini tekshirishlari mumkin. Foydalanuvchilar uchburchaklarni bosib, forma elementlarini kengaytirishlari va andozalarni kerakli tarzda o'zgartirishlari mumkin. Enter tugmasini bosing. Buni kuzating. Hozirda men xotiradagi veb sahifani o'zgartirdim. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, telefon raqami o'rniga David kirgizdim. Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni to'g'ri tekshirish uchun yetarli ko'nikmaga ega emasmiz. Foydalanish tajribasini yaxshiroq qilishimiz mumkin. Xatolar yuz berganda foydalanuvchilarga brauzerda xabar berishimiz kerak. Bu so'rovnomani topshirmang. Hujumlarga qarshi server tomonida himoya mexanizmi kerak bo'ladi. Phishing va DOM modifikatsiyasi orqali dushmanlar veb saytlarga kirib olishlari mumkin. Chunki xotiraga joylashgan elementlarni o'zgartirib, bizning tizimimizga xavfli tarzda kirish imkoniyati mavjud.